Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat munbirga xush keldinglar. Hammanglar salomat turgansizlar qarindoshlar. Alloh hammamizni o'sha nejis Xitoyning virusidan saqlasin. Bugun qarindoshlar, oldin sizlarga uqtirish berganimizdek, navbatda xalqimiz orasida bir qiziq nuqta bo'layotgan tema bor. U bo'lsa-mu, uzun yıllardan bizning aramızda her xil özünü nima deymiz, strategiyachi deb ataganlar izchil strategiya to'g'risida ma'lumot berib qo'yatdi. Ham to'xtamay vatanni ozod qilish yoki erkinlikka erishtirishniki yo'l xaritasini sizib kelyapti. 10 necha yil bo'ldi, ammo biz nima deymiz, bunun bir neticesini ko'rganda qilmadik. Ama strategiya her zaman so'zlanyapti. Bugun mushu haqda qarindoshlarimiz bilan bir muzokara munozara yaparmiz. Bu strategiya hozirgi Uyg'urlarda haqiqiy strategiya bormi yo'q? Agar bor bo'lsa, u bizni haqiqiy mustaqillikqa elib bora olamdi degan temada qarindoshlarimiz bilan mushu yana özümüz qiziqqan temalarni bir so'g'imish temada munozara yaparmiz. Oldi bilan qarindoshlar, bu programmaga kirishdan burun, bosh temaga kirishdan burun bir qisqacha bir xabarni ko'rib o'taylik. I need to hear from you about the liberal world order at the post. You are guilty, sir. You are guilty. You think you got blood on your hands for the bombings back in the Vietnam War? You have blood on your hands for this. You have been the mouthpiece and the prop for these people from the beginning. You propped up the Chinese Communist Party, and not just that, you took the blood money from them. You've been paid for decades by the Chinese Communist Party. It's all going to come out. All the Wall Street guys in business with them, all the corporatists in business with them, all the think tank guys in business with them, taking blood money, it's all coming out. And the world is going to stand in judgment of you because you're just as bad as the devils. In fact, you're worse. You knew about the Falun Gong. You knew about the organ harvesting. You knew about East Turkestan and the Uyghurs. You knew about the Dalai Lama and the Tibetan Buddhists. You knew about the underground house Christians. You knew about the underground Catholic Church. You knew about the Tiananmen Square freedom movement. Every person in China that's ever fought for freedom you knew about. And you worship at the foot of a totalitarian dictatorship. There is blood on your hands, and trust me, to my last breath, we're going to hunt you down and expose it all. And we're starting with Kissinger. That outrageous. We don't care what you've got to say about the liberal order. Okay? All the death and destruction is because you kowtowed these people and you put on a nice front. There's blood on your hands, sir. And what you should do is come before the American people and the people in the world and say, I apologize. I was wrong. I took money from them and I ran interference for them. Okay? And yet you come up with this crap? You make me sick. And everybody that supports you makes me sick. All of you phony think tank guys have taken their money. They're guilty, and they do not need to hear from you about the liberal world order at the post. You are guilty, sir. You are guilty. You think you got blood on your hands for the bombings back in the Vietnam War? You have blood on your hands for this. You have been the mouthpiece and the prop for these people from the beginning. You propped up the Chinese Communist Party, and not just that, you took the blood money from them. You've been paid for decades by the Chinese Communist Party. It's all going to come out. All the Wall Street guys in business with them, all the corporatists in business with them, all the think tank guys in business with them, taking blood money, it's all coming out. And the world is going to stand in judgment of you because you're just as bad as the devils. In fact, you're worse. You knew about the Falun Gong. You knew about the organ harvesting. You knew about... Bu adamni menimcha ko'p qatim tilga oldi. Qarindoshlar, sizlar tanıysizlar, buni bilasizlar. Bu Prezident Trump'ninki sobiq mushaviri, ya'ni Oqsaroyda Prezident Trump'ga bosh mushavir bo'lib ishlagan adam. Ya'ni butun davlatniki strategiyasi to'g'risida o'sha odam aql ko'rsatdi, Trump bilan birlikda ishlagan adam. Bu adam nima dedi bu videosida deganda, bu Xitoy bilan Amerikani yaqinlashtirgan bir inson bor tarixda. Henry Kissinger deydigan.
bu bir Yahudi, bu aynı vaqtda Amerikaniki tashqi ishlar ministri bo'lib ishlagan odam. Mushu Xitoyparast odamniki munosabati bilan mushu odam sabablik Amerika Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatini uzib, Xitoy bilan, Xitoy Kommunistik partiyasi hukmronlik qilgan Xitoy davlati bilan diplomatiya o'rnatgandan keyin Amerika hamda balkim bu davlatniki nopusni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Mushu davlatni o'zgartimiz, diplomatiya o'rnatib, iqtisodiy munosabatni kuchlantirib, bularning qo'sqini to'yg'izish orqali, bularni bayqilish orqali demokratiyalashtiramiz deb 30 yil G'arb ellarga yetakchilik qilib Xitoy bilan aloqa bog'lash siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin hozirgi kunda bu 30 yillik siyosatning bütün xato ekanligi va bütün mag'lubiyat bilan oyoqlashganligini da'vatidi. Ham Henry Kissinger buningda aniq da'vatidi. Buningga sana o'xshash deydi. Henry Kissinger, Steve Bannon deydi. Henry Kissinger deydi. Sana o'xshash Xitoy bilan apaq-chapaq bo'lib, Xitoy kommunistlar bilan eg'iz burun yalashib, shu bütün G'arbning manfaatini sotganlarning qo'li qonga bo'yalgan deydi. Senin qo'ling qonga bo'yalgan, shu rezil Xitoy kommunist partiyasiga o'xshashlar, uning qo'li qon, sening qo'ling qonga bo'yalgan deydi. Bu odatga gap emas. Ham bu yerda Steve Bannon apandi Falun Gongchilarni tilga elib kelib, oxirida Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bilamsa deb turib dedi. Ya'ni Sharq Turkiston deb turib atadi va Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli, anandan keyin Falun Gongchilarning, Tibetlarning ahvollarini hammani bilib turib, sen Xitoyga manfaat uchun, pul uchun Wall Street, ya'ni Amerikaniki moliya markazi bo'lgan Wall Street, Wall ko'chasi, bu yerda bilasizlar, bütün Amerikaniki shu iqtisodiy nimalari markaziy Osiyoda ochlarga yetakchilik qilib, sizlar manfaatni deb, pulni deb Xitoyga o'zinglarni setib, ularning qonga bo'yash orqali oxiri dunyoning qonga bo'yayapsizlar. Biz endi hammani tunib yetdik. Biz sizlardan hisob so'raymiz deyotdi. Kommunistik Xitoy hukumatidan emas, sizlardan hisob so'raymiz dedim. Shu Amerikaning G'arbni sotgan odamlardan hisob so'raymiz deyotdi. Demakki, biz necha vaqtdan qarindoshlarimiz biz deb qavatgan shu Amerika bilan Xitoyniki jiddiy munosabatlari, G'arb bilan Xitoyning jiddiy munosabatlari, hozir diqqat qilsanglar, har kuni degandek mushunday xabarlar anglab turadigan bo'ldik, bir odatga tushib qoldi. Tunuguntaga Prezident Trump dedi yana, ba'zilar so'rabdi, agar Xitoy bu ishni qasddan qilgan bo'lsa, virusni yasab qasddan tarqatgan bo'lsa, qanday qilsa desa, buning hisobini cho'qim olamiz dedi. Agar bu xatolik bo'lsa, bilmay o'tkazgan xatolik bo'lsa, u boshqa gap, ammo bilib turib qilgan bo'lsa, biz buningdan hisob olamiz dedi. Demakki, inshaalloh her işte bir vesile var, bir nima var deymiz, bir sebep var, bir hayır var deymiz. İnşallah Xitoy terisiga patmay qolganda Alloh taolo mushundaq bir virusning sababi bilan bu nijis Xitoy davlatini ko'paytirib qolsa inshaalloh. Endi qarindoshlar, bugun asosli temaga o'tamiz. Buningda bugun ekranimizda yana Germaniyadan qarindoshimiz Abdurahimjon va Amerikadan qarindoshimiz Umid Uyg'ur bor. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Salomat, yaxshi turdinglarmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugun tunugun bir o'qitish qolgan qarindoshlarimizga biz hozir kunda degidek bir temani tanlashga tirishyapmiz. Ehtiyoj bergan hamon ko'pchilik bilan bu nuqtalarda o'rtoqlashimiz. Mushu yaqinning yog'i yana mushu strategiyachilar 100 kilo mayni surkilib paqirab chiqib turib strategiyani so'zlaydiganlar yana strategiyani so'zlab birinchi qadamlarni besib tugutib ikkinchi qadamiga kelganligi, ikkinchi qadamidan keyin uchinchi qadami orqali qandaqdir Uyg'urlarni ozodlikqa erishtirganligi to'g'risida shunday bir gaplar bo'lyapti. Endi biz oddiy fuqaro bo'lish sifatimiz bilan albatta bu qurbatimizning yetishicha bu strategiya zodi
aramızda mevcut mu? Haqiqiy strategiya mevcut mu? Agar mevcut bo'lsa, bu strategiyalar haqiqatan biz ko'zlagan nuqtaga yetkiza olamdi. Ya'ni biz ko'zlagan mustaqillikka yetkiza olamdi degandimi? Az bo'lmaga Uyg'urlar o'ylab qolyapmiz. Bu shaxtda ko'pchilik bilan birga o'rtaq fikr yurgizamiz inshaalloh. Oldi bilan qarindishimiz Abdurahimjon bu strategiya degan nima deganini qisqacha bir tushuntirib bergan bo'lsa bizga. Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Endi strategiya degan so'zni nihoyatda ko'p anglaydik. Buni biz vatandagi chog'da, ya'ni kichik chog'da maktabda o'qitgan chog'dan tortib, ish o'rinlarida, hatto sahroda, kentlar, etizilda kentning sekretarlarimi so'zlaydigan gapdi strategiya degan. Xitoylar kommunistik tüzümde bu strategiya degan gapni nihoyatda oddiylashtirib, paxallashtirib, eng tuvandagi bir kentda yatiradigan dehqonlarningki yatirish planlarini tortib hammani strategiya bilan idora qiladi Jungo Kommunistik Partiyasi deb mushundaq yilqi maktabdagi boshlang'ich maktabniki o'qituvchilarini tortib ta yuqori noy derecelik, vilayet derecelik memuri o'rinida siyosiy o'rinlardan tortib eng tövini yezi kentligicha mushundaq strategiya deydigan so'zni to'liq so'zlab onu taxallashtirayotgan bir gapdi endi vatanda. Buni har bir Uyg'ur ko'p anglaydigan gap. Shu hozirgi shu paytning o'zida 30 yoshdan yuqori 30 yoshdan yuqori har qanday bir Uyg'ur vatandagi chog'larda buni ko'p anglagan, taxallashib ketgan bir gap endi strategiya degan. Endi chet elda bizningki vatanning ozodligi, vatanning mustaqilligi, millatning ozodligi uchun kurash qiladigan bu iqlimning o'zida strategiya, ya'ni ish harakatimizni strategiya bilan elib berishimiz kerak degan bu so'zlar asosan shu 2005-2006 yillarda ko'proq o'tirg'i chiqishga boshladi. Onun ilgarisida mayli O'rta Osiyodagi chog'larimda bo'lsin, Germaniyaga kelgandiki chog'da bo'lsin, boshqa dunyoning haqiqiy joylaridagi tashkilot va faoliyat qilayotgan tashkilotning rahbarlaridan bo'lsin, bunda bir strategiya degan bu gaplarni to'liq so'zlab ketmaydi. Chunki bu vatanda kommunistlarning og'zidan ko'p anglab, nihoyatda bezorib ketgan bir gap bo'lg'achqa, bu strategiya degan gapni ko'p anglamaydi. Asosan 2006 yildan boshlab ko'proq anglaydigan bo'lib qoldik. Bu gapmi shu Dunyo Uyg'ur qurultayiningki tashviqot materiallari bilan o'tirg'i chiqishga boshlab, kengayib, hozirga keldi endi strategiya. Biz hozirgi endi bu vatan da'vosi deyilganda, shu vatanni ozod qilish, millatni ozod qilish, vatanni mustaqil qilish degan gapni bir yoqda qarab qo'yib turib, vatan da'vosi degan bu so'zga yig'inchoqlangan bu vatan da'vogarlarininki asosli markaziy tashkilotning biri bo'lgan shu qurultayning og'zidan strategiya, biz vatan da'vosini strategiya bilan elib bormaymiz degan bu so'z oldingi 14-15 yildan boshlab o'tirg'i chiqishga boshlagan. Hozir xilbaklar umumlashib qoldi chet elda. Ondan keyin bu qurultayning sirtidagi boshqa tashkilotlar, joylardagi tarmoq tashkilotlar bo'lsin, boshqa da'vogarlar bo'lsin, biz vatan da'vosini strategiya bilan elib berishimiz kerak deydigan bu kopiya gaplar xilbak ig'ziga chiqib so'zlanadigan bo'ldi. Endi bu strategiya degan nima degan chog'ning o'zida bu strategiyaning bir lug'at so'zlarini hozir Google'ning o'zi taraqqiy qilib rivojlanib ketgandan keyin nimani izlasa, hatto o'zining dadasini izlasimi, ta'sir qoldi bu Google, dadamiz bundoq aytdi deb javob chiqarib berdi-ku. Bu ya'ni tushunmagidek, buni bilmagidek darajada odamlar yo'q. Hozir shu gapni anglayotgan qarindoshlarimiz strategiya degan gapniki
asosliq mazmuni nimadu deb Google'ga kirsa hazil deb chiqadi oniki qanchalik narsa ekanligini. Endi bu strategiya asosliq kelib chiqishida harbiy urush planlarini tuzadigan va o urush harakatlarini nishonga yetkazish uchun muntazam tuzib chiqqan urush plani degan mazmundagi o'tirib chiqqan narsa aslida. Bu keyincha rivojlanib, har qaysi kasblar rivojlanib, savdo iqtisod rivojlanib, sistemlashib elib berilgandan keyin bu siyosiy sohaga ko'chib kelib strategiya deydi. Keyin iqtisodiy sohaga ko'chib kelib hozir nayda oddiylashgan bir so'z. Mushu Germaniyaning o'zidimi korona strategiyasi deb hozir shu Xitoyniki virusiga qarshi strategiya belgilab, bunga biz taqobil turmaymiz deb mana shunday elib beryapti. Bu gap yana mana shuncha oddiylashib, oddiy bir narsa aylanib ketaylik hozir. Yani bir qisqacha aytsaqda, zartli bilan aytsaq bir sistemalik plan yoki sistemalik siyosat degandeklar bir nima ekanda. Shunday bir gap. Bir nishonga yetish uchun muntazam sistemlik tuzilgan plan degan bo'lgan. Aytgan chaqda bir tijorat guruhlari, shirkatlari yoki tijoratchi men 3 yil ichida yoki 5 yil ichida $1000 pulumni o'zini $5000 yetkazmay, $15000 yetkazmay deb bir maqsadni tutgan bo'lsa, bir nishonni, buning uchun o'ziniki tijorat yo'llariga qarata bir planni tuzdi, muntazam bir planni. Shuning o'zi andikin strategiya degan bo'ldi endi. Shunchaki bir oddiy tushunchalar. Endi bizningki tashkilotimizda, chet eldagi tashkilotlarimizning o'zida strategiya bormi degan chaqda. Endi bu strategiya nima uchun tuzildi deymiz. Chet eldagi tashkilotda strategiya bor degan bo'lsa, bu strategiyani kimlar va nima uchun tuzdi? Qaysi maqsadga yetish uchun tuzgan strategiya degan buningki bunday bir savol tushdi bu yerda. Endi strategiya degan chaqda bu strategiyani shunday planni muntazam tuzgan chaqning o'zida buni ijroat qo'yadigan kuch bo'lish kerak. Strategiya degan yana bir planni tuzib qo'yib, uni saqlab turadigan narsa degan gap emas. Saqlab qo'yib qo'ysa planni tuzib 2050-yilga borgan chaqda Sharqiy Turkiston mustaqil bo'ladi deb tuzgancha qurultayning strategiyasini 2003-yil tuzgan deydi. 2003-yil Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilmagan. O chaqda Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi bilan Sharqiy Turkiston milliy qurultayi bordi. 2003-yili Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun yo'l xaritasi va strategiyani tuzib topshirgan deydigan bir gaplarni anglab ketgandik. Endi shu bo'yicha aytgan chaqda qurultay Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun strategiyani tuzibga, 50 yillik bir strategiyani tuzibga desak, endi bu strategiyani tuzgan bo'lsa, qurultay o strategiyaning planlarini qanday ijro qilgan, nima bilan ijro qilgan hozirga keldi va bundan keyin qanday ijro qilmoqchi degan savol bu yerga keldi. Endi strategiyani 2003-yil tuzgan bo'lsa, buni oldi bilan mustaqillik degan bu orzudan voz kechish kerak. Sharqiy Turkiston milliy qurultayi o'zining nizomnomasi va programmasini tuzgan mustaqillik degan bu qaror va moddalarni o'zini o'zgartirib, inson haqlari va kishilik huquq, kundalik haq huquqlarni talab qilish degan bu moddaga o'zgartdi deb boshlasak endi buni. Shu vaqtda tuzilgan strategiyani. Demak, bu Sharqiy Turkistonningki yoki Uyg'uristonningki mustaqilligi uchun tuzilgan strategiya emas, balki chet eldagi barliq tashkilotlarni va vatan millatningki ozodligi, erkinligi, mustaqilligi uchun kurash qilgan yakki shaxsiylar va qanday bo'lmasin bu kuchlarning o'zini to'plab, ularning mustaqilligi uchun emas, balki Xitoyning demokratiyaga o'tishi uchun bir kishilik hissini qo'shadigan bir guruhga aylantirish uchun tuzilgan strategiya deb bir qatam xulosani chiqarishga to'g'ri keladi. Chunki 2003-yil tuzilgan shu strategiya bilan 2004-yil Dunyo Uyg'ur qurultayi qurildi deyli. Buni ichidagi mustaqilcha nurg'unlagan zotlarni milliy qurultayning shu vaqtdagi sobiq raislari va bosh maslahatchilari, siyosiy maslahatchilari
joylardagi nurg'unlagan tashkilotlarninki mustaqilchi rahbarlarning hammani siqib chiqarib etib turib 2004-yil aprelda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilib chaqirishning o'zi bu strategiyaning boshlanishi bo'ldi. Ya'ni chet eldagi vatan davosi harakatining mustaqillik yo'linishini og'dirib tashlab, andan keyin inson haqlari sohasiga haqlari davosini qilgan eqimga yetaklagan strategiyaning birinchi ijroati deb tushunishga to'g'ri keldi buni. Chunki natija shunday bo'lib chiqdi. Agar uni strategiya bilan mangdi degan bo'lsa. Endi vatanning ozodligi uchun strategiya tuzgan deydigan shu bo'lsa, vatanning mustaqilligi uchun shunday bir strategiya tuzgan degan bo'lsa, uni nima bilan ijro qilmoqchi? Qurultayninki bu tuzgan planlarni qaysi kuch bilan ijro qildi, qaysi kuch bilan yo'lga qo'ydi degan bu savol keldi. Amaliyotda hech qanday yo'q deb qurultayda tashviqot qilishdan boshqa, Uyg'urlarga tashviqot qilishdan boshqa, inson haqlari, kishilik huquq degan bu nuqta bo'yicha tashviqot elib berishdan boshqa hech qanday bir ijroat kuchi yo'qdi. Xitoyga qarshi harakat qiladigan, vatanning mustaqilligi uchun kadrlarni yetishtiradigan, vatanning mustaqilligi uchun kerakli iqtisodiy fond tashkillaydigan va hokazo nurg'unlagan narsalarning hech qaysisini qilmagan ham qilolmagan. Unda bo'lgan vatanning mustaqilligi uchun mayli 50 yildan keyin kelsin yoki 2050-yil mustaqil bo'ladi degan bir orzu bilan tuzgan bo'lsa-mu, hozir 2020-yilga kelib bo'ldik. Bundan ijro qilgan hech qanday bir kuch bo'lmadi. 2004-yili mushu qurultayni qurgan chaqda vatandagi umumiy ahvol qandaqdi? Hozir 2020-yilga kelgan chaqda qaysi ahvolga tushib qoldi? Bu strategiyaning ijroati vatan uchun nimani barliqqa keltirdi deymiz. Vatanning sirtida nimalarni barliqqa keltirdi deymiz. Endi biz şu 2003-yili strategiyani tuzgandan keyin strategiyani tuzib bir umdan u vaqtdagi Sharqiy Turkiston Milliy qurultayini ag'dirib, Dunyo Uyg'ur qurultayi qilib turib, inson haqlari, kishilik huquq deb yumshoq bir yo'l bilan vosita bilan mengib turib, biz davorimizni g'arbga to'nitish uchun bu strategiyani tuzgan degan bo'lsa, qurultayninki shu vaqtdagi plani bo'yicha bu Uyg'ur davosi g'arbga yuzlanmagan. Qurultay o'zining strategiyasi bilan ichki plani bilan bu hargizmi g'arbga yuzlanmagan. Ya'ni shu optimiyat talab qiladigan, inson haqlari talab qiladigan shu harakatmi g'arbga yuzlanmagan. Qachon yuzlandi? 2005-yili 17-mart Rabiya Qodir xonim Xitoy turmasidan chiqib Amerikaga kelgandan keyin uningdan andikin g'arbga yuzlanishga boshladi qadam-qadam. Agar 2003-yili mushu strategiyani tuzgan, mushu bizniki davorimizga, bizniki mushu inson haqlari davorimiz, kishilik huquq davorimizniki g'arb yuzlanib, enedagi bog'lanishi va Amerika kongressiga tortib kirib bugungi kunga kelishida bizning shu vaqt tuzgan strategiyamiz planliq ijro qilindi desa, u chaqda Rabiya Qodir xonimning Xitoy turmasidan chiqib Amerikaga kelishimi bu strategiyaning ichida bor degan gap. U chaqda bu strategiyaning ichida 2003-yili mushu qurultayga tuzib chiqqan mushu strategiyaning ichida Xitoy davlatining bamiti. Sizlar shunday bir strategiyani tuzib o'tirib qo'ygan chaqimida chet eldagi milliy bo'lgunchilar vatanning mustaqilligini talab qilmaydigan, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilmaydigan bir tashkilotni o'tirg'i chiqargan chig'ida biz Rabiya Qodirni chiqarib beramiz. Uning nufuzi bilan sizlar Amerikaga bog'lanib, cho'ngyaga ilishib, sizlar hamma iqtisodiy ishlarini hal qila olasizlar deb bu strategiyaning bir partiyasiga Xitoy qatnashganmidi? Yana bir partiyasiga Amerika qatnashganmidi? Agar sizlar mushu Sharqiy Turkiston milliy bo'lgunchilarining markaziy tashkilotini ag'dirib, inson haqlari va demokratiya uchun kurash qiladigan bir holga akilib, chet eldagi Sharqiy Turkiston milliy bo'lgunchilarini parcha-parcha qilib olsanglar va ularning o'g'isini chugib tashlab, u mustaqilchi peshqadam bu granatkallar bu unsurlarning o'zini tarmar bilsanglar, biz sizlarni Amerikaga ulaştırıp akilib, sizlarga maosh bilan ta'minlab yo'lini ochib beramiz
deb Amerika bu strategiyaning bir bulunga qatnaşqanmı şu çağda. Demek, eğer muşu hazırki kurultayınınki şu Amerika'ya yetip berişi, insan hakları, demokratiya davaları ve hakazaları bugünkü de yolga keliş üçün bizning 2003 yıl tüzgen stratejimiz muş yol maşagicha akeldi dese elbette bu stratejiyanın bir parçası da Rabia Qadir Hanım'ın bar degan gap. Türmeden chiqishi shu vaqtda planlanib qo'ygan degan gap. Ben bunu inkar qilmayman. Eğer bu stratejiya muşu hazırgi kaygichilik, yani muşu biz stratejiya tuzgandan keyin qattiq qo'llik qilmay turib, demokratiya va kishilik huquq deb turib biz muşu stratejiyaning yo'nalishi bo'yicha, yo'l xaritamiz bo'yicha harakat qilganligimiz uchun biz g'arb Amerika'da Aksaray'da, Avrupa'da Köksaray'da, BDT'da biz zuvanımızın oturup çıkardık. Gerçi mağlup olsak mı? Biz muşu kadını biz mandık. 2018 yıl 6. noyabrgachilik bizning qilgan barliq ishlarimiz 2003 yil tuzgan strategiya bilan mangan ishlar, bu natijasi shu deydigan ish bo'lsa, bu chog'ning o'zida albatta bu strategiyaning ichida Xitoymi bor degan gap. Tuzishga Xitoy strategiyachilarimiz qatnashgan degan gap yangi ichida. Men buni bundan hurmat qilamayman bularga. Birinchi, biz strategiya tuzdik, shu strategiya bilan mushu kuni keldik degan bu yolg'on. O tuzgan strategiya nima desa, shu 2003 yil mal tuzsin, biz 2006 yili bundan xabar topdik, strategiya tuzgan degan gap bildim. 2050 yilga borgan chaqda Sharqiy Turkiston mustaqil bo'ladi deb tuzganka. Buni da qanday desa, biz birinchi bo'lib inson haqlari davosini qilamiz. İnsan hakları davasını qilib, g'arib yüzünüp, ishlamini echib, Uyg'ur-Xitoy munosabatlarini to'g'ritamiz. İkinci qadamda, ondan keyin biz bu yani Xitoyga besib olgan bir tuproqni deb davoni o'tirib qo'yamiz. Ondan keyin bütün g'arib dunyoları bizning vatanimizni Xitoyninki qonunsiz besib olgan, ishg'ol qilganligini e'tirof qilgandan keyin uchinchi qadamda ondan keyin umumyüzli Xitoy qistildi. İqtisadi jihatdan taraqqiyot har narsadan g'arbning oldida qistilgan bir aytildi. Xitoy avtomatik holda o vaqt demokratiyaga o'tdi. Demokratik sistemning ichida ondan keyin o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipi bilan Sharqiy Turkiston 2050 yilga borgan chaqda mustaqillik erishaydi deb tuzgan bu mujmal xulosasi shu endi. Hozir 2020 yilga keldik. Xitoyning o'zida bo'lgan ahvol boshqacha, bizning vatanimizga qarata aytgan chaqda u yerda o'z taqdirini o'zi belgilash emas. Hozir 2050 yilga borsa, hozir Sharqiy Turkistonda, Uyg'uristonda u yerning o'zida ma vatanim deydigan degidek Uyg'ur qolmaydi hozir. Shu atlab. To'g'ri. Endi bu strategiyaning gapini uzundan anglab qolyapmiz. Masalan, bizningki o'sha 20 yılның yağı deydi, asasen bu bizdeki faaliyetçilerimiz, teşkilatlarımızın en çok kıvatkan işinin oldu degende şu yığın içiş, plan tüzüş, stratejiya tüzüş, yol xaritasiz degende gaplarni jiq anglab keldik. Ba'zida qiziqib bu yol xaritasini qanday sızgandi, qanday xaritadi, bu qarab baqaysak tap qolmadi. Endi o strategiyaning konkret mazmuni nima, shuningdek teşkilat işçilikler bilmese onun konkret bir planını bizim bilmedik. Ama normal bir puhra buluş sütümüz bilen biz ümit kütken teşkilatlarındaki faaliyetlerden asasen muşlan bilen ötkenligini köydük. Hem de ümit ağılamsa muşu jarayanda bir muşlanın planlık appağa işlerinin bir neticesini köygендek is kıldın mı? Hem de ben bu Dünya Uygur Kurultayı'nınki neticelik işlerini kığınını sözleştim burun ve Abdurrahimcan kardeşimizin gibi koşu tey. Hem Dünya Uygur Kurultayı'nınki stratejisini Şarkı Türkistan'ın stratejisi dep kabul kılış özü bir hatalık olurdu da. Hazır Abdurrahimcan kardeşimiz nayeti yaxşı düşündürüp ötüp ketdi. Çünkü Dünya Uygur Kurultayı ismidenle çıkıp durdu. Bu Şarkı Türkistan müstakillik ile alakası olan bir teşkilat hem de. Hazır hem de bu Dünya Uygur Kurultayı'nın gibi çıksıla, yakımsa bu stratejiye yok diyen amalla bazı kırımdaşlarımız hayacanlanıp
Vay Dünya Uyghur Kurultayı'nınki tünegün Mevlankama naat yaxşı ifadalab berdi. Bu haqda Dünya Uyghur Kurultayı aşını kılıvatsa, maaşını kılıvatsa degandek savollar bilan bu ishga faqatla eg'iz ochqini qo'ymaydigan bir holatga keltirib qo'yadigan insonlar borda hozir. Bu yerdagi gap nima degan chog'da Dünya Uyg'ur Qurultiyi Sharqi Turkiston mustaqillik da'vosi bilan aloqasi bo'lmagan bir tashkilot hozir. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultiyininki strategiya qurmamdu hozir u strategiyasini qachon qurgan, nima ish qilgan hozir Abdurimjon buni to'liq ifodalab berib bo'ldi. Bu qandaq deymiz, Sharqi Turkiston mustaqillik davosini burmilab olib Jungoninki ichki ishlar masalasiga aylantirish bir strategiya bo'lsa shunchalik strategiya deb o'ylayman. Bu bir. Ikkinchisi, Dünya Uyg'ur Qurultiyininki hozirgacha qilib kelgan g'albisi nima, natijasi nima degan chog'da o'zlarining strategiyasi bilan kelgan bir natijasi yo'q Dünya Uyg'ur Qurultiyininki. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultiyini ham bu yerda ayiblash maqsadida emasman. Butun Sharqi Turkiston da'vosininki g'alaba qilolmasligini da'vatman. Nima uchun g'alaba qilolmayapmiz hozirgacha degan chog'da bizda o'zimizda strategiya yo'q. Birinchidan xalqimiz oldinilib keldi, ahmoq qilinib keldi hozir. Dünya Uyg'ur Qurultiyi 200'lük siyosat ifade. Bunu bir qancha qarindoshlarimiz takror deb o'tib ketdi. 200'lük siyosat qilib kelib, hozirgi Dünya Uyg'ur Qurultiyini xuddi butun Uyg'urlarning qutquzguchi bir tashkilotida ko'rilish o'zi bir xato. Chunki bu yerda Dünya Uyg'ur Qurultiyi, hozirgi Dünya Uyg'ur Qurultiyi shu oxirgi 10 yilning jarayonida nimaga aylandi degan chog'da xalqaroda Sharqi Turkistonning sirtiga chiqqandan keyin ma'lum bir kasbda o'zining kasbini egallamagan, kasb ahli bo'lmagan, jonbaqa o'zining bir ish qilib jinini beqib ketadigan boshqa bir kasbi bo'lmagan bir turkum insonlarningki Sharqi Turkistonning ismini, Uyg'ur xalqimizning ismini qo'llanib turib, Amerika boshliq ba'zi davlatlardagi Xitoyni demokratiyaga aylantirib boshqarish degan siyosatning ichidan kelgan oz-to'la bir foydalanib o'zining jinini beqishda bir vosita qilib qo'llangan tashkilotga aylantirib oldi hozir. Bu yerda Sharqi Turkiston mustaqilligi uchun hech qanday qilingan bir g'am yo'q. Bu yerdagi ismidan aniq Boy Abdurimjon deb o'tib ketdi. Endi Abdurimjonninki gapiga men qo'shimcha qilay degan yerim nima degan vaqtida Amerikaninki negizlik bir mazmunni o'tirib qo'ydi Abdurimjon. Amerikaning buning qo'li bormi degan chog'da men buningga Amerikaning qo'li bor deb qarayman. Hatto Dünya Uyg'ur butun Sharqi Turkiston mustaqillik davosini opirib Jungoninki ichki ishlar masalasiga aylantirishda Amerikaninki buning qo'li bormi degan chog'da bor. Buningda Xitoyning qo'li bor. Bu yerda hamkorlikmi bormi deganda bo'lishi mumkin. Masalan, biz Sharqi Turkiston mustaqillik davosininki nima uchun bugungi holga kelib bu inson haqlari, kishilik huquq davosiga aylanib, Jungoninki ichki ishlarininki bir parchasiga aylanib kelishda Amerikadagi ikki cho'ng guruhninki boyisan bu Kissinger'ninki ismini atab o'tib ketdim. Kissinger Amerika siyosatida 30-40 yil ismi davr surgan bir odam endi. Endi mushu Kissingerlar kim o degan chog'da va dunyoning iqtisodini boshqarayotgan Rothschild, Rockefeller o'xshash dunyoning iqtisodini egallab olgan 10-15 oilaning odami bu endi. Endi bu yerda bu mazmunga kirmoqchi emasman. Biz masalalarni tushunganimizda dunyo qanday peqirayotidi degandan oz-to'la buni tushunmasak va Uyg'urning masalasiga o'zimiz so'zlashaversak, biz o'zimizning ichini yeb o'tib ketaveramiz. Endi bu yerda dunyoning iqtisodini kontrol qilib olgan,
şu Rothschild, Rockefeller'lar ailelerine o'xshash. Masalan, bu sanaqliq dunyoda barmoqli sanaqdek ailening Xitoyni demokratiyaga o'zgartirish orqali, Xitoy sistemini demokratik sistemga o'zgartirish orqali demokratik sistemlarda bir davlatni bir kontrolga elish oson. Chunki demokratik sistemda qaysi partiyani, qaysi kuchni qo'llayman desa, shuni qo'llab turib hokimiyatning ustiga chiqargan bo'lgan bir sistem bu. Ama diktator sistemlarda u hokimiyatni o'zi bilan xalqqa yo'lga solanmaydi. Amerikadagi bir davlatlarning, ya'ni Amerika o'z oldiga Amerika kuchli davlat bo'ldi desak bo'lmaydi buningda. Buningda shu dunyoning iqtisodini kontrol qilib olgan barmoqchi sanığa oilalarning Amerikani dunyoning super kuchi qilib saqlab turish g'oyasi bo'lganligi uchun turyapti Amerika hozir. Endi bunda dunyoning iqtisodini kontrol qilib olgan oilalar dunyoda her zaman birdan o'shiq 2 ya 3 super kuchni teng oldida tutib turgan ekan. Tarixga qarasak. Bir-birini so'qqa soldirib, bular qayerdan pul topgan degan chog'da shu bir davlat bilan bir davlatni jidalga sepib turib topgan hamda. Endi bu Kissinger'ninki o'tirg'a qo'ygan Nixonning davridan boshlab bu Xitoyni demokratik sistemga o'zgartib turib, undan keyin boshqarish siyosati hozir cho'kdi. Hammamiz ko'ryapmiz, bu hatto sening Steve Bannonning o'tirib qo'ygan narsani nihoyat yaxshi o'tirib chiqardim. Bu yerda demak bu Amerikaning shu bir qism, ya'ni shu siyosat loyihalaguvchilarininki Xitoyni demokratiyaga o'zgartirish orqali undan keyin Xitoyni boshqarish degan siyosati cho'kdi. Endi Dünya Uyg'ur qurultayining o'zining strategiyasi bilan manganmi yoki bo'lmasa bu Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosi o'zimizningki strategiyasi bilan mangdimi desa hozirgacha ming paxmidi. Nimishga desa baya shu men o'tirg'a qo'ygan biz Amerikaninki qurib bergan NED deyli, mayli bu Kissinger deyli, mayli bular hammasi olsun Amerikadagi ikki cho'ng iqimning bir qismi. Şu davrlarda şu Xitoyni kuchlantirmaymiz deyotganlar şu davrlarda nihoyat kuchli holatda bo'lgan bo'lsa, asosiy iqimni shular egallagan bo'lsa, hozir Xitoyni urimiz, chopimiz, Xitoy butun shu ziyonning badalini to'lish kerak deb Xitoyni hatto urush e'lon qilamiz deyish darajasiga yetganlar hozir kuchayishga boshladi. Ya'ni ikki cho'ng kesimninki iqimning bir parchasi. Ya'ni shu Dunyo Uyg'ur qurultayining Sharqiy Turkiston mustaqil parvarlarini yaklab, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini g'oya qilgan insonlarni yaklab, har xil tuhmatlar bilan, har xil siqib chiqarishlar bilan siqib chiqarib, oxiri butunlay shu oson anglanadigan, ya'ni o'z taqdirimizni o'z belgilash, inson haqlari, kishilik huquq degandek bu safsatalarning orqasiga kirib ketishida bular o'zi qurib olgan ya o'zi ijod qilib olgan bir loyihalar emas bu. Shu Amerika qatorliq davlatlarning shu ikki cho'ng guruhning birisi bo'lgan Xitoyni demokratlashtiramiz deganlarning qurib bergan haqlarning strategiyasininki ijro qiluvchi mingdan birining ichida bo'lganlar bular. Hatto o'zining strategiyasimi yo'q. Mening bu yerda deydigan yerim mag'lub bo'lgan Xitoy siyosati bor Amerikada. Mag'lub bo'lgan Xitoyni demokratiklashtiramiz deydigan mag'lub bo'lgan bir siyosat bor, buni e'tirof qilmasa qilmaydi. Endi Abdurahimjonning boya deyishicha bu 2003-yili tuzilgan strategiyaga Onundan keyin vaziyatda jiq o'zgarishlar bo'ldi, ammo bu strategiyada o'zgarish bo'lgandekmi Abdurahimjon? Yo'q, bu hozirgi endi ba'zi bir o'sha-o'shaga qaragan chog'da strategiyaniki birinchi bosqichini biz besib bo'ldik deymiz. Strategiyaning birinchi bosqichi. Birinchi bosqichi hozirgi o'zining xulosasida, bularning xulosasida biz Aşiyadın özde yani vatanda Xitoy bizga ig'ir zulm seylayotdi. Xitoy inson huquqlarini dafshanda qilyotdi. Madaniyat huquqlarimizni, diniy huquqlarimizni dafshanda qilyotdi degan bu ohu zorimizni
dunyoga anglatdik. Hozir umumyüzlük G'arbdan sharqgacha islom allari va barliq allarning o'zi buni tunib yetdi. Yetgandan keyin endi birinchi bosqichda biz Sharqiy Turkistondagi Ahuz zarini dunyoga yetkazish degan bu plan strategiya bo'yicha biz natija qozondik. G'arbga ham ulashdik, ishni ochdik. Endi ikkinchi bir strategiyaning ikkinchi bosqichiga qadam qo'ymaymiz deydigan bir fikrlarni o'tirib qo'yganmiz. Bu ikkinchi bosqichi nima degan chog'da endi biz o'zimizniki siyosiy nuqtaga o'tamiz. Bu siyosiy nuqta deganimiz, ya'ni siyosiy baldoq palampay deganimizda bizni Sharqiy Turkiston xalqining madaniy mavjudligini himoya qiladigan gap. 2020-yili Dünya Uyghur Festival yili deymiz deb e'lon qildik. Bular bir chog'da e'lon qilib bir norozilik uchrab ketgan. Endi shu strategiya bo'yicha e'lon qilgan narsa o'xshaydi qarag'an chog'da biz birinchi qadamni besib bo'ldik. Ona endi mag'lub bo'ldik demaydi. Ya'ni BDT'dan 2018 yil 6 noyabr politikamizni qaqtirib bu inson huquqlari degan narsa mag'lub bo'lib yenib chiqdik demaydi. Endi biz g'alaba qildik. Ya'ni dunyoga tunutdik biz zulm tortayotganligimizni. Endi qadamda biz madaniyat orqali biz endi Uyg'urlar degandan keyin madaniyatli millat, Sharqiy Turkiston xalqi madaniyat yaratgan millat, dunyoga madaniyat yaratgan va angliq millat. Mushundaq bir isl millatninki isl madaniyatini Xitoy qirg'in qilib yo'q qo'yib bordi. Shunga mushu madaniyatimizni saqlab qolishimizga yordam qilishinglar kerak deb dunyoga endi buni siyosiy nuqtadan olib chiqadigan gapga. Mushu endi strategiyaning ikkinchi pallasi degan gap. Endi strategiyaning 2003-yil tuzilgan vaqtidagi nusxalari qanday tuzilgan, onunki originalini yoki kopiyasini ko'rmagan bo'lg'achqa, onunki rasm mushu birinchi bosqichni besib bo'ldi. Endi ikkinchi bosqichda madaniyatni qo'zg'atish chiqqan ras deb mundaqiligi nima deramaymiz endi. Bu hozir umid deb o'tgandek o'zining tuzgan strategiyasi emas, balki Amerikaning tuzgan strategiyasining ichida faoliyat qilib keldi desak endi. Endi Amerika buni sizlar mushundaq qadam bilan mangizlar deb tuzib bermaydi albatta. Sizlar birinchi qadamda kishilik huquq, inson huquqlarida paxshaysizlar, ikkinchi qadamda andaki madaniyat huquqimizda paxshaysizlar deb buni hargizmi 2003-yil tuzib bermaydi. Qanday degan chog'da 2003-yili u yerning o'zida vatanning o'zida Xitoy qabrini buzgan, madaniy yodgorlikni buzgan undaq bir ishlar umumlashmagan yo'qdi. Bu chog'da bo'lsa oson dedi, ammo hozirgidek umumyuzlik bundaq bir bosqichga olib kelmagan. Bu bosqichga yetmagan. Unda chog'da tuzilgan strategiyasi bo'lsa-mu, ammo bugungi mushu madaniy festival, Uyg'ur madaniyat festivali degan bu madaniyatni o'ttirga chiqarib, ikkinchi bosqichni bosmaymiz degan gapning o'zi 2003-yil tuzilgan bu yolg'on. Men bunaqa yolg'on deb qarayman. Bu hammasi tashqi bir omil bilan, ya'ni tashqi sabablar bilan rivojlanib kelayotgan ahvol. Masalan, birinchi tashqi sabab nima degan chog'da Rabia Qadir xonimning turmadan Amerikaga chiqarilishi bo'ldi. Qurultayninki rivoj tepishida. Bu Rabia Qadir xonimni Amerikami qurultayga reis qilib bermadi. Yoki qurultayning o'zimiz biz reis bo'lib berishim deb talab qilmadi, hatto qarshi turgan. Ammo sirt kuchlar Rabia Qadir xonimni reis qilsak, surgunlik hukumat bilan bu ikki tashkilot yana burunqidek birlik kelib, o'z vaqtidagi Sharqiy Turkiston Milliy qurultayining davriga qaytib, mazmun, mavqe iroda jihatda bir birlik o'tirib chiqdi degan ma'no nuqtadan biz Rabia Qadir xonimni talab qilib bu qurultayga boshliq bo'lishni biz talab qilgan. U hargiz Amerika boshliq qo'yganlar deb ochiq bergan narsa emas. Ochiqdi, erkin tashlab qo'ydi. Rabia Qadir xonim o'z yo'l tepib mangdi, oxiri o'zi mag'lub bo'ldi, tugidi. Amerika hargiz yetlab olib maniqil aniqel deb menimcha Rabia Qadir xonimga undaq bir ishni ham yordam qilmadi, ham yetaklamadi. Xanım özü yol tapdı, xilib qo'lladi, shuni bilan maqdi bu ish. Endi birinchi bosqichi bu. Rabia Qadir xonimninki Amerikaning yordam bilan turmadan chiqishi bilan qurultayning birinchi bosqichi, birinchi qadamda maqdi. Ikkinchi qadam nima esa 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligi bilan Uyg'urlar bir qatim dunyoga to'nildi. Buni qurultay qilmadi.
Qurultayning strategiyasidan mangmidi. Örümçilikka namoyish, Şavgendagi 26-iyundagi qirg'inchilik, uning davomidan Urumchida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi namoyishlar, buning hammasi Qurultayning 2003-yil tuzib qo'ygan strategiyasining planlari bilan ijro qilinib mangan qadamlar emas. Bu yana tashqi sababdan bo'ldi. Yani Xitoyningki qonli qirg'inchilik yurgizishi bilan u andikin dunyoga portlab chiqib, butun dunyoga tunilib 2009-yil bir qatim rivoj topdi deymiz endi buni. Yine Rabia Qadirxonim ve bütün umumiy Uyg'ur meselelari bilan şu işiniki biz vakalatçisi edip Qurultay o'zining popkusini ko'tarib, her ishligi berib, Rabia Qadirxonim orqali buni yetkazib turganligi uchun bu Qurultayning 2-qatimlik rivoji deymiz. 3-qatimlik rivoji qachon bo'ldi endi? 3-qatimlik rivoji unda rivoj bo'lmaydi 3-qatimligi. Hech qanday bir tashqi sabab bilan Uyg'urlarning umumiy masalaları rivoj 3-qatimlik rivoj bo'lmaydi. Faqat 2016-yildan boshlab Xitoy umumiy o'zib xalqimizni tutqun qilib, lagerga qamab, qo'lga og'iltirgandan keyin chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar, o'quvchilar, barliq Uyg'urlar da'vo qilib, guvohlik berish orqali bu to'lqinni qo'zg'ab chiqdi. Ya'ni keng ko'lamlashdi dunyo sahnesida Uyg'urlar bilan Xitoylarning o'tirki ziddiyatninki mohiyatini va shakllarini hammani ko'rsatdi. Bu hargizmi Qurultayning 2003-yil tuzib qo'ygan strategiyasining ijroat davomlari emas. Endi akilib buni bir qatim xulosa chiqarib, biz birinchi bosqichni besib bo'ldik. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning va boshqa yerlik millatlarningki inson haqlari, kishilik huquqlari va hokazolar dafsanda qilinyotdi, zulm tortilyotdi degan bu bosqichni biz besib bo'ldik. Endi biz ikkinchi qadamni bosamiz degani bu yolg'on. Endi qildigan ish nima deganda ish qolmaydi deganda. 2018-yili inson haqlari da'vosi bilan bütün stratejisi, eğer stratejiya tuzgan bo'lsa, bu stratejisi mag'lub bo'ldi. Agar stratejiya tuzmay, umid deganga o'xshash Amerikadagi bir kuchniki Xitoyni demokratiyaga o'tkazib, tinchlik bilan bu yerda ko'p partilik hokimiyat yurgizishga yetaklab, ondan keyin biz tinchlikqa idora qilib, u yerdan foydalanamiz degan Amerikadagi bu iqlimning strategiyasiniki 40 yildan keyin mag'lub bo'lganlik natijasi bilan Qurultaymi mag'lub bo'ldi deymiz 2018-yilda. Mag'lub bo'lgandan keyin endi keyin bular biz strategiyaning endi ikkinchi bosqichini ma'miz davomlasa endi nima deydi? Endi mishada men bir xo'sh, mishada Abdurahmonning gapiga unutib qolg'ichi bir qo'shimcha qilib endi dunyo Uyg'ur Qurultayiningki g'albisi nima bo'ldi deganga bir narsa degim kelib qoldi. Dunyo Uyg'ur Qurultayiningki hozirgacha g'albisi Sharqiy Turkiston mustaqillik davosini burmulab boya deganimizdek 200 yillik siyosat bilan mayaqdan Amerika boshliq ba'zi demokratik ellardagi shu siyosiy yuchuqdan foydalanib, Xitoyning demokratiyasiga qarshi iqtisodiy yordamlardan va yoki bo'lmasa shu bo'shliqdan foydalanib bu yerda xalqaroga ko'zini bo'yidi bir tarafdan. Chunki nima uchun xalqaroning ko'zini bo'yashda g'alaba qildi deyman degan chog'da asli Uyg'ur xalqining, ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayi desa, demak hammamizning qurultayi bo'lish tegishlik bu. Bu yerda mustaqilchilarning ideyasiga vakolatlik qilmadi bular. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayi deyish uchun, bo'pti Sharqiy Turkistonda demisin, mustaqillik davosini qilmayman, men Uyg'urning erkinligining davosini qilyapman desin. Ammo bu yerda Uyg'urlarning ishchidimi Sharqiy Turkistonning to'liq mustaqilligidan boshqa mening yo'lim yo'q. Xitoy mening to'proqlarimdan to'liq chekinib chiqqancha, hatto butun oqqan qonning bedelini to'ligicha bu da'vo tugmaydi degan insonlarga kafolatlik qilolmaydi bu Dunyo Uyg'ur Qurultayi. Hamda lekin xalqaroning ko'zini bo'yidi degan vaqtimizda nima degan chog'da aymanmay, shikillanmay turib, bu Amerikada g'arb ellardagi davlatlarning siyosatchilarining oldiga yurib, men Uyg'urning vakolatchisi deb kelgan yeri eng cho'ng xato mishadi. Bu qilgan g'albisi, qozongan g'albisi shu. Buningda bu g'albida kimlar bularning mushundaq ko'z bo'yamchilik qilishiga, bir o'chum insonlarning, ya'ni
tünügün Abdülümcan qırındışımızla Mevlan Kam'ın söhbetinde nait iniq ifadelendi. Bazıda bir münafık bir milletni setib o'taylaydi degan narsa so'zilganlar mesela. Shuningga o'xshash, meyada bir uçum inson o'zining shaxsiy ba'zi kirim manfaatlari uchun meyada millatning irodasini setib etgan g'alba qildi bular. Meyada g'albisini men e'tirof qilmasak bo'lmaydi, bular g'alba qildi. Bularni g'alba qilishiga kim sababchi bo'ldi deganda hammamiz sababchi bo'ldik. Mushadagi Uyg'urlar biz sababchi bo'ldik. Bularning bosh qaymoq turishiga biz qanday sabab bo'lib berdik degan vaqtida sen nima ish qilsan qilmamsa Uyg'urning dunyo Uyg'ur qildi sening bilan mening ishim yo'q deb biz o'zimizning yo'lda ketib qoldik. Asli Uyg'ur xalqi buni mana Uyg'urlarning qilishga tegishli strategiyasining birisi asli. Uyg'ur xalqi o'zining tashkiloti hatta o'zimizning mening familiya ismim Uyg'ur hozir. Hammamizning millatning nima desa aqimizda Uyg'ur yezig'liq bizniki. Amaliyotda hammamizning nomini setayotgan bir tashkilot bu. Hammamizning nomini setayotgan bundaq bir tashkilotga biz hatta qonuniy arz qilish huquqimiz bor bizniki. Chunki bizning irodamizni xato tashkil qilyapti xalqaro. Bu birinchi g'albisi bularningki. Ikkinchi g'albisi nima degan chog'da Uyg'ur xalqining oldiga berib, ya'ni xalqaro Uyg'urlarni xuddi faqatli inson haqlari, kishilik huquq talab qiladigan jalloddan omonlik tilaydigan bir xalq deb ko'rsatyapti bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan Uyg'urga kelib biz Amerikadagi davlatlarga bu yoqga yurib biz mustaqillik talamaymiz, biz inson haqlari deb tursak bo'lmaydi deb Uyg'urning oldiga kelib xuddi mustaqillik da'vosi qilayotganda ko'rinish orqali Uyg'urning qalbidagi haqiqiy mustaqillikni asta-asta cho'ktirib, aldamchilik qilib, vatanning xalqimizning qalbidagi mustaqillik irodasini cho'ktirib kelyapti. Bu ikkinchi g'albisi bo'ldi. G'albisi bor, bularning g'albisi yo'q desak bo'lmaydi. G'albisi haqiqatan shunday. O'zi tuzgan bir strategiya bor degan chog'da strategiyaning natijasi shu. Umidning hamda hozir o'tirib qo'ygan xulosasi strategiya tuzish orqali mushu natijaga erishdi. Yani bu shu yakunlasak bo'ladi. To'g'ri. Bu yerda menimcha Umidning bir gapi nihoyatda to'g'ri dedi. Bunga asosli sabab bo'layotgan biz deb, ya'ni hamma Uyg'urning ko'zi shu bizning faoliyat qilayotgan tashkilotlarda va atalmish liderlarda. Ular hatta ishni ochiq oshkora qilayotgan taqdirdami bizda sukut qiladiganlar 90% bo'lg'ash, xalqimizdan kelgan besim yuqori bo'lmag'ash, ya'ni azroqli gap qilganlarni bularning yana bir strategiyasi, ya'ni shu o'zlariga qarshi fikr qilganlarning hammani ujuqtirib o'tish bo'lg'ash. Yani ularniki bu Xitoyning 5 mo'lchanda odamlar borki, hozir ansam ularning bahası o'sib 8 mo'ga chiqdi. Bularniki 9 mo 1 so'mlar bor-ku, shu to'rda kim az mushlarniki bir ishni xato qilayotganligini yuziga sasala 4-5 ish paydo bo'ladi. Taraf-tarafdan ajoyib mushlarning ishida nima biz ziyolilarniki o'limasi emas, nimasi ziyolilarniki qurib biznimisi bor. Ashuningga a'zo bo'lgan guylarniki og'izdan chiqqan gaplarni anglasam, vatandagi araqa bulun qishqoqda araq ichib yashaydigan lüşchekninkidimi ses og'zi. Ashundaq gaplar bilan shu fikr berguvchilarning hammasini ujuqtirib keldi. Bularning eng muhim strategiyasining birisi shu. Endi yana birisi bu yilni nag'ma navojili deb e'lon qilindi. Vankatipning strategiyasi o'xshaydi desam, Abdurahimjonning gapida qaraganda bu strategiyaning keyinda uni planlab, loyihalab bergan strategiyachilari bor ekanda, ya'ni. Shunda qanday hozirgi qarangda shu masala o'tirib chiqdi. O chog'da bizning strategiyamiz deb o'tirib qo'ymagandi. Xitoy vatanda madaniyatimizni ig'ir darajada qirg'in qilyapti. Biz shuni qo'g'dab qo'yish uchun madaniy faoliyat qilamiz, madaniyat Uyg'ur madaniyat festivali deb e'lon qilamiz deb bundalam e'lon qilgandi. Keyin oylar o'tgandan keyin o strategiyalik elib bo'lgan harakatga bularningki o'zining strategiyalik harakatiga bu o'tirib chiqadi endi.
Ama nəhayət əfsus Xitay pek ümid qılatdı bu strategiyaniki yol qoyuluşunu. Ama nima deyimiz, nəhayət əfsus özü Xitay aksının virusu kelib bunu to'sab qo'ydi. Ya'ni agar Xitay virus tarqalib Yevropada ondan artıq adam yig'ilmaysizlar demagan bo'lsa, balkim bizning mush atrofimizda nag'ma qilib sahnalarni qurib usul o'ynayotgan belini to'lg'ab Uyg'urlarni ko'rgan bo'labdiq. Balkim bir shaxsning kallasini olgan bo'labdiq sahnaga yugurib chiqib. Millat o'lyapti. Ma xumparlarniki sahna yasab Yevropada nag'ma qilib usul o'ynab Uyg'urning madaniyatini tanitamiz degani endi bu bir qip-qizil bir sarangning gapi endi sarang bo'lmasa o'zining millati mushunchalar qirilayotgan holatda nag'ma qilamiz degan gapni bir sarangmi oldirab og'zidan chiqara olmaydi. Ammo Xitoy aksining bilib bilmay taqib qolgan virusi bu nag'ma jilining eng az yerimini yo'q qilyapti. Endi bu planni tuzib qo'yibdi-ki, bu strategiyasi davom qiladimi yana? Endi bu agar strategiyasi bor desak, bular ki bir grup bo'lib olib, bir grup, ya'ni bu strategiyaning ichida shu chet eldagi vatan mustaqilligi uchun harakat qiladigan cho'ng kichik barliq guruhlarning o'zini, shaxslarning o'zini butunlay tarmar qilib yetib turib, bu yerda faqat inson haqlari, kishilik huquq oxirgi yig'ib bergan chog'da Xitoyni cho'ng Xitoychilikni saqlab qoladigan, kommunizm mag'lub bo'lgan chog'da demokratiyaga o'tgan bir cho'ng Xitoychilikni yana bizning vatanning ichida hukmronlik asosi saqlab qoladigan bir cho'ng harakatning tarixi shu uchun xizmat qiladigan bir strategiyasi bor bularning degan chog'da bu tar bir halkının içinde bular. Altıdan aşmaydı bu stratejiyanın içindeki adamlar. Bu uzungu suzulgan bir stratejiyanın devam edici doğru olacaklar. Eğer stratejisi var, bu stratejiye yine devamlı çıkmanı desek, biz şunda qaragан çağımızda o devamlı şudur. Şu halkının içindeki vezipilik, yani şu chet eldeki Uygurlarning özünü mustaqillikdan vazgeçtirdigan, G'arib bilan Uyg'urlarning o'ttirishda vosita bo'lib turib, Uyg'urlarga vakil bo'lib turib, G'arbga berib, ya'ni G'arbdagi shu izlayotgan millatlarning dardini tinchaydigan, ularga yordam qiladigan kuchlarning oldiga berib, ularga bir turlik, Uyg'urlarga bir turlik so'zlash orqali, G'arbdagilarga deydiki, biz mustaqillik tilab qilmadik, biz faqat avtonomiyat tilab qilyapmiz, inson haqlari tilab qilyapmiz, sizlar ko'ryapsizlar mana. Sizlar bergan maosh bilan bu harakatni qilyapmiz. Ammo Xitoy bizga tuhmat chaplab, bular bo'lguncha, bular mustaqillik tilab qiladi deb bizga tuhmat chaplayapti, u butunlay yolg'on. Sizlar ko'rib turibsizlarki, biz mustaqillik tilab qilmaymiz, ya'ni Uyg'urlar vatan içi sırtındaki Uygurlar mustaqillik tilab qilmagan, tarixdan buyon qilmaydi, bunday kema qilmaydi deb G'arbga andaq ifoda bildirib, Uygurlarning qishiga kelgan chaqda biz mush inson haqlari, kishilik huquq, diniy huquq, namoz haqqi, ro'za haqqi deb mushundaq kundilik zulm ijroatlari to'g'risida da'vo qilmasak, mustaqillik tilab qilamiz deb qolsak, G'arblar ishini taqaydi, bizni hech qanday bir kuch qo'llamaydi deb Uygurlar bundaq anlatib, biraz avval ümit bunu deb o'tdi-ku. Mushundaq deyish orqali chet eldagi Uyg'urlarni ümidsizlantirish, tarqitish, ya'ni mustaqillik bayrog'ining ostiga yig'ilishdan voz kechtirib, tarqitib, u yerda Xitoydan vatan talashadigan, Xitoydan tuproq talashadigan, Xitoyning beshini og'ritadigan bir kuchning mavjud bo'lib turishiga qarshi yo'nalishda harakat qiladigan strategiya bilan tashkillangan bir guruh bor deyishga bo'ladi. Bu guruhning o'zi yana o'ziniki strategiyaning boshqa bir planlari bilan yana bular davomlashtirib mangdi. Hozir qanday savolimizda shunda dedim, bular yana strategiyasi mangdi deb. Agar bularning o'zi men doim gumon qiladigan o'xshash, nurg'unlagan tasavvurlar va farazlarga asosan bular maxsus strategiya bilan vazifalangan odamlar deb kelayotgan o'xshash. Agar shu rost bo'lgan chog'da bular yana bir yo'chqin tepmay, yana mangdi. Yana Uyg'urlarga vakolatan
arkasıga yine yüzgen Uygurlarını ergeştirip, yıldızcığın açıp, olanı sahneye çıkarıp, bütün dünya köysüp durup, mana biz Şarkı Türkistan halkının vekili, biz vakaletçilik kılıvat emeyiz. Şarkı Türkistan halkı müstakillik talep kılmaydı, onda arzusu yok. Müstakillik talep kıldıqanlar bolsa, o nayet az sandaki radikal güçler. Ola o Şarkı Türkistan'da müstakil bulup kalsımı o yerde tinçlik oruntusqa yol koymaydıgan dini radikal güçler ola. Ola bäribir hiç qandaq bir netice yaratanmaydı. O bir öktücü ekim. Ama umumi ekim vatan içi sırtıda müstakillik talep kılmaydı. Demokratik Xitay hükümranlığı astıda yaxşı bir optimiyani bese şununla razı bulup yaşaymayız deydiğin muşundaq bir dava bilen bula özünün stratejisini davamlaştırdı. Çünkü şundaq bir stratejiya bilen vezifelendirilip chet elge çıkarılgan şu halkının içindeki gruplar şundaq bir vezifelen çıqqanlı bolsa elbette bula stratejisini başka bir yollar yine davamlaştırıp bağlıdır ki bu fakat yakın kelgüsüde ağdırılıp tutilgan Xitay Kommunistik Partiyasının izga hakimiyet beşiği çıkıdığan demokratik köp partiyelik Xitay hükümranlığının siyasetini Uygurlar içinde kanat edildiğin bundaq vazifeli xadimlar yoldan toxtab qalmaydı bular maňa Demek ki kısa bir misalını dep bittik. 33-nji ýyly, 32-nji ýyly Şarkı Türkistan'da müstakillik küreşleri bolýan çagda Gangzhou'da Çin Türkistançılar Cemiyeti'ni kurgan bir grup parti. Bula 33-nji ýyly bu ýerde bir müstakil cumhuriyet kurulgan çağının özünde ular Nanjing'e bağlanıp, yani Xitayning hükümranlygyna bağlanıp, Chongqing'e bağlanıp, bu ýerde Uygurlarga vakalatan millet vekili bolup hizmet kılıp, bu ýerde bölgünçilik yol koymayman. Grup bolgan. Bularning 4-nji ýyly Şarkı Türkistan ýene bir qatim cumhuriyet kurulgan çagdymy, bunuň karşı ýygan güçlük bir koalisyon hükümet kurup Ürümçide Gomindang terkibide o ýene tutup turgan. 49-njy tutulay maglup bolgandan keyin çet elge çykatkenden keyin o ýene bu grup yıldız tatip evlat çıkarıp bu çoğun Xitayçılık üçün bir ketmen çapılgan grupnu daim yeteklep bolgan. Ular şunun davamı. Bu grup yine maňyzly. Hem de Abdurrahimcan'ın degenini bir uçuk devetkim kilodu meninki hem de bir yerde muşu degen grupninki bular nesil nimdeymiz padişahlık tüzümürek devam kılıvatıda bular dadıdın balığa balıdın onun balısı izini basamıgan bolsa beqivagan balı şeklinde birisini məxsus terbiyelep mesela məxsus yetiştirip aş bütün özünün ideyası bilen çünkü mavu bizim uzun yıllık mağalık Abbaq hocalarının devreden qalğan hoşçılık, hoşametçilik yakumsa mağalık galçılık ideyasını ketken bazı insanlarda özünün bayı biz degendek özünün bir çıkış yolu üçün, bir menfaat üçün, cinini bekiş üçün toxtapdı ben bir aşxanaga verip, bir qaçıcıyıp, köktat toğrap bolsamy jinimni baqa yakumsa bir xalqninki qorasıdaki çöpni orip berip bolsamy pul tapay deyişinin ornuga toxtapdı ben bu muşu yol arqaly qanday jinimni baqaman dep odatlanıp ketken insanlarni kichigidin yaş vaqtidan tartib tarbiyalab yenida tutib turib muşu sapning beshini bular hech kimga bermay mangdirayotgan bir grup var. Bu yerda. Bu isimlar nəhayət aniq, bunu demişsekmi? Bu yerda aniq. Şu Nanjingdan tartib şu qurulgan şu gruplar, şu Abdurrahimcanның degan dadıdın balığa, balısıdın ahiri onun balısı izini basmagandan keyin şu yenidiga o'ziga o'xshash ideyadagi g'alchidan birini hatto uningdan keyingilarini tarbiyalab turib bular mushu holiga aytyapti. Demek ki qarindoshlarım bizniki bu davarimizniki mushundaq ahvolga tushib qolishi o kadar oddiy bir gap emas, ya'ni murakkab bir gap bu. Tarixiy oq ko'rinishi bor bir gap. Afsuski xalqimiz nodon mushu o'ttirda hozir ovoz eng yuqori bo'lib qolayotgan mushularning qo'lidagi
medialarga qarash orqali qaysi yo'lni tutish, kimga ergashishga qaror beryapti. Nəhayət əfsus hazırgacha asosli medialar mushlarning qo'lida. Shu Amerikadagi Erkin Asiya radiosini apesaq, bular Xitoylarga vatanlik tashviqotni partiyaning qonuni deydi-ku. Bu Radio Free Asia Vankatovning qonuni hozir. Vankatov o'ng'umas o'ngni xabar qildi, so'ng'umas so'ngni. Ama müstakilçilarniki cık faaliyetleri bo'ldi, masalan dünya miqyosida, ko'z oldida Amerikada hech bir xabarni bag'ini ko'rmadik, anglamadik. Ma Steve Bannon degan abay deganda Trumpningki sobiq bosh mushaviri jinida Salih Xudoyorni ziyorat qilib, East Turkiston deb turib, sizlarning Sharq Turkistonda deb turib savol so'rayotdi. Mushalik keldi-yu, Amerika xalqi to'lagan boj bilan boshqarilayotgan Radio Free Asia hozirgacha Uyg'ur rayoni Vankatov ayaga berib ziyorat qildi, Vankatov mayada nutq so'zladi, ammo ezib-tezib Salih Xudoyor andaq dedi, Seyit Tumturk mandaq dedi, va yoki surgundagi hukumatdagilar mandaq dedi degan bir xabarni anglab baqdinglarmi? Yo'q. Endi boshqa xo'sh-xo'sh ekranlarmi, masalan hozir öz aldığı avazlıq əsər taxtıvatqanlarmı müstəqillik deb vaqıraydı, amma muşu Uyğur deb nam bilan fəaliyyət qıvatqan, Uyğur üçün fəaliyyət qıvatqanlarının həmmisini qəhrəman bilişimiz gerek, keyniga söyüşümüz gerek davatıdı. Demek ki, bularning gepi bo'yicha, aşında bo'lganda cho'ng birlik ishqa oshidi ki, bizmi Vankatovni maqtab osmonga tushirishimiz gerek ki. Gerçi onun qıvatqan işlerini öz gözümüz bilan ko'rib tursaqmı, onun rezilliklerini qıvatqan işlerinin xatalığı xalqimizni tuyuq yo'lga yeteklab ketayotganligini ko'rib turgan bo'lsaqmı, bizmi mediada ularni maqtishimiz kerakki, ularni qahramon qilib tasvirlashimiz kerakki. Demak ki, cho'ng muhit yanada bizga foydasiz. Ya'ni haq yo'lda mangamiz deydiganlarga foydasiz bo'lmoqda, qarindoshlar. Hem de bular stratejini to'xtatmaydi dedik. Hakikaten ikinci qadamni biz besyapmiz. Üçüncü qadami nima bo'lg'iti bularniki, Abdurahimjon? Üçüncü qadami nima debdi bular? Üçüncü qadami texi demedi hozir. İkinci qadamida hamda mana inson haqlari masalalarida asosliq bu BDT'da yana Xitoy yengib chiqqandan keyin bu yerda bir Uyg'urlarga inson haqlari masalasida bir jankeşlik bo'lgan ish yo'q deb bu xulosa chiqarilgandan keyin endi bularni yoki umumyuzlik degidek ko'pchilik, ya'ni oz sondagi odamlar endi ish qilyotdi deb aqsdan agishib yurayotgan bo'lsa-mu, umumyuzlik xalqimizning o'zi bizga mustaqillik kerak, inson haqlari degan bu narsa hech nimaga yaramaydi degan bu tunishga kelgandan keyin endi mag'lub bo'ldik deganga tan bermay turib, biz ikkinchi qadamda madaniy harakat qilib, bizning madaniyatimizni o'ttirib qo'yamiz, degan buni o'ttirib chiqadi, endi chiqiribdi. Strategiyaning ikkinchi bosqichida. Endi bu narsada bular agar ikki qismida shunday bir uchinchi qadamlik, uchinchi bosqichlik bir harakat plani bo'lmaydi degan chaqning o'zida saqlab turdi. Yani 2 yıl ya 3 yıl saqlab turish mumkin, yoki Amerikaningki hozirgi Amerika boshliq va Yevropadagi bir qancha davlatlar, g'arb davlatlari hozir Xitoyga shu Xitoy virusiningki ziyonkashligiga uchragan munosabat bilan Xitoyga iqtisodiy jazo qo'yamiz deb bu masalaga o'tirib chiqdi. Endi mushuningki harakat jarayoniga qaraydi bular. Agar mushu hodisa kuchlanib G'arb bilan Xitoyning o'rtasida kuchlik bir ziddiyat kelib chiqib, Xitoyga rasmiylan bir qancha tur bo'yicha ish bo'lmasa, bir qancha tur bo'yicha iqtisodiy embargo yurgizsa, Xitoy buni ishni sen qilmaysa deb jazo yurgizsa, uningdan kelib chiqqan cho'ng bir qalayonchilik yuz berishi mumkin Xitoy bilan G'arb o'rtasida. Buni andan keyin shu vaqtda bo'lar stratejimizin 3. noktası deb o'tirib qo'yish mumkin. Biz endi ma strategiyani qilmaymiz hozir. Xitoyni biz endi mushu holga akeldik. Xitoy uchinchilik, ya'ni munqaris holiga tushdi. Endi biz 3. bosqichda
Bunda işini qilmaymiz deb bir narsani to'qib chiqishi mumkin. Ümit deb o'tdi ya bu ham chet eldagi hech qanday bir tashkilotning, ya'ni o qurultayning emas, hech qanday bir tashkilotlarning alohida tuzib chiqqan bir strategiyasi yo'q deb. Bu nihoyatda ommabop to'g'ri gap bu. Hozir strategiya degan bu gapning o'zi 10 necha yil qurultay so'rab yurganligi uchun biz strategiya deb boshlangan bu temada qurultayni ham hozirgacha deb kelib qoldik. Qurultaylar emas. Başka stratejiya biz tuzmadık degan tashkilotlarmi yoki strategiyalarni chiqyapmiz deganlarni stratejisi asosan yo'q. Nimishqa degan chaqda Uyg'urlarning ichida, nima shu tashkilotlarning ichida faoliyat qilayotgan, harakat qilayotgan aktiv xodimlarning ichida strategiya tuzib chiqqidek kasbiy xodim ham yo'q. To'g'ri. Biz asosan tuzdi. O chaqda o strategiya degan narsa orzu degan bo'ldi. Tashkiliy orzu. Tashkilot orzusi. Biz 3 yil ichida 5 yil ichida Xudoyim bo'lsa, mundaq bir ishni qila olsak, bo'ladi, cho'qim yaxshi bo'ladi degan gap orzu, tashkilotning rahbarlariningki, o'ttirib qo'ygan orzusi, balkim shu tashkilotning plani yoki strategiyasi deb atilib qolgan bo'lishi mumkin, atilib qilishi mumkin, ammo haqiqatan bir tuzib strategiya tuzib chiqqidek undaq bir sharoit mavjud emas. Sharq Turkistonning davlatimizning mustaqilligini umum nishon qilgan bir strategiya yo'q. Hamda hozir men bir gap qo'shqim kelib qoldi. Bizningki o'zimizning bu Sharq Turkiston mustaqillik davosining strategiyasini biz so'zlashdan burun va xalqimizga bu strategiya to'g'riliq albatta biz bir strategiyachi emas, bundan gap qilishdan burun bu yerga nimishki strategiya to'g'risida atikachilik qilsa, sen haq bir strategiyachi bo'lmasang deyish mumkin. Hamda bu yerda bir millatning strategiyasini qurish, shu strategiya kasbini o'qigan bir odamlar o'z oldiga qurib chiqa oladigan yoki bir necha bir ishki tashkilotni qurib chiqib olgan narsa emas. Bu strategiya degan narsani xalqimiz oldi bilan o'zi mingisida kallasini aydın qilish kerak deb o'ylayman men. Masalan, bir millatning ideologiyasi shu strategiyani qurib chiqadi asli. Masalan, hozir biz oldi bilan xalqimizdan biz boshqa tashkilotlarni yoki boshqa o'rinlarni ularni tanqid qilish yoki ular to'g'risida gap qilishdan burun yoki ularning strategiyasi qanday bo'lish kerak ya bo'lish kerakdi deyishimizdan burun xalqimizdan shuni so'rashimiz kerakki, har birimiz o'zimizning vijdonidan mustaqillik talab qilamsa yoki bo'lmasa demokratik sistem, bu Xitoy cho'qim parchalandi, bu aniq. Bu parchalandığını bugün ya ertenin işi parçalandı. Ama Xitoy shu parçalangan vaqtida, mushu kelayotgan fursatda yana shu 44'dek, yana shu 33'dek fursatlarni ketkizib, yana Xitoyning bir parçası bo'lib yashashga rozi bo'lamsa, ya'ni bo'lamdiq deyish emas bu yerda. Shuning rozi bo'lamsa, bo'lmamsa deb o'zidan vijdonidan so'rash kerak insonlar uchun. Birinchi, bu strategiyaning boshlanishi millatning qalbidan boshlanadigan narsa bu. Biz strategiya qurg'uvchi, loyihalaguvchilari deganlar nima desa, shu xalqningki umumiy qalbidagini qog'oz o'ziga to'kkanlardir u. Ammo xalqning qalbidagi strategiya aniq bo'lmay turib, strategiya belgilanmaydi. Hozir masalan bizning xalqimiz oldi bilan o'zimizdan boshlab o'ylashimiz kerakki, men Xitoy bilan Xitoy demokratiyaga o'tsa, bizga lagerlarni taqib etsa, azroq bir erkinlik bersa, hamda bu yerda shuni qistirib o'tib ketayki, inson haqlari kishilik huquq davosini qildi desa, haqiqiy inson haqlari kishilik huquq davosini qilgan Ilhom To'xtay bu yerda. Shu Xitoyningki ichida turib Xitoyning asos qonunida bu yerda hech qanday Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilgani yo'q. Rasmiy Xitoyning qonunini söküp durup insan haqlari kishilik huquq davosi qilgan odam shu asli. Ammo teshig'i xalqaro chiqib olib, erkin dunyoga chiqib olib, inson haqlari kishilik huquq davosi qilishdek, o'zini ishg'ol qilgan bir davlatdan omonlik tilashdek, inson haqlari tilashdek ahmoqonlik bo'lmasa kerak. Endi bunga men kirmayman bu yerda, ammo xalqimiz oldida o'zidan so'rash kerakki, men Xitoydan ayrilgan, o'zimizning egilik huquqini o'zimiz boshqargan,
bizning topraqlarimizda Sharq Turkistonning bayrog'i erkin tiklangan. Bütün askarlarimizning kakarlarida, mürülərdə Sharq Turkistonning ayıldızlıq bayrağı taqalgan, özümüzning askari bo'lgan, özümüzning idoralarida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbekka o'xshash turk millatlari ishlagan idora jamiyatlarimiz bo'lgan. Bir davlat talab qilamdim men. Yoki bo'lmasa yanada Xitoyning ishg'oliyat ostida faqat sistemasi o'zgargan bir davlatning ichida yashashni xohlamdim deganni Uyg'ur xalqimiz o'zidan so'rash kerak. Birinchi. Endi buni so'ragandan keyin nima qilish kerak degan chog'da men bu yerda Dünya Uyg'ur qurultiyi boyi deb o'tib ketdim. Bütün Uyg'ur millatining nomini qo'llanib turib, men tashkilot topayotgan bir tashkilot. Endi bu yerda har bir Uyg'ur shuni deyish kerakki, o'zlari a'zo bo'lgan, o'zlari ishongan, o'zlari mening tashkilotim deyotgan. Hatto men Dünya Uyg'ur qurultiyininki bir a'zosim emasman. Chunki nima uchun degan chog'da Dünya Uyg'ur qurultiyininki umumiy siyosati bizning mustaqillikni talab qilgan siyosat emas bu. Men inson haqlari talab qilishni bir ahmoqonlik deyman. Xitoydan omonlik tilash deb qarayman buni. Shuning uchun Dünya Uyg'ur qurultiyininki haqiqiy Dünya Uyg'ur qurultiyining a'zosiman. Shularni men qo'llayman. Şu tashkilot mening tashkilotim deydigan insonlar bo'lsa va yoki boshqa tashkilotning a'zolari bo'lsa, surgunda hukumatning a'zolariga butun mustaqillikni targ'ib qiladigan qarindoshlarimiz bo'lsin, o'zlari qaysi tashkilot, qaysi organda turayotgan bo'lsa, birinchidan o'zining shu tashkiloti, shu o'zining organdan erkin, uchuq ifodalar bilan so'rash kerakki, şu tashkilotlar xalqimizga uchuq bo'lish kerak. O'zining tashkilotining strategiyasi, tashkilotning umumiy nishonining nima ekanligini so'rash haqqi bor. Bu yerdagi eng chong xatolik nima desa, bizning xalqimizni aldab kelinyapti. Oldinilib kelinyapti bizning xalqimiz. Bizning xalqimizning oldiga yurib, bugun sizlarning o'tkazilgan suhbatda Mavlankam nihoyat yaxshi ifodalabdi. Sualga sual qo'yib, ishni gugumlashtirib yo'qotadigan. Masalan, mustaqillik talab qilmaydigan kim bor deb so'rab oldigan. Yoki bo'lmasa, biz nima ishga mustaqillik talab qilmaydi ekanmiz deb. Ya unda bo'lsa mustaqillik talab qilsang, tashkilotingning nizomnomasini, tashkilotingning strategiyasini xalqqa ochiq chopla. Hatto axborot e'lon qilib, xalqaroga jakola unda bo'lsa. Agar sening rost shundaq nimaң bo'lsa, men palonchi Palani tashkilotning raisi, men tashkilotimning nizomnomasi mana tashkilotimningki 10 yillik strategiyasi, 15 yillik strategiyasi demsa, strategiyasi mana deb uchuq xalqaroga e'lon qil. Qilaliga vaqtingda uningki men mustaqillik talab qilyapman-ku desa to'g'ri bo'ladi. Bu butun Uyg'ur xalqiningki o'zi a'zo bo'layotgan tashkilotlardan birinchi so'raydigan narsa, nima uchun nizomnomangni, nima uchun strategiyangni ochiq choplamaysan? Shuni so'ramaydi. Hech qanday durustlik bu yerda ochiqlik yo'q. Ammo ba'zi tashkilotlar, masalan, hozir Dünya Uyg'ur qurultiyi deyli, Sharq Turkiston surgunda hukumati deyli, Amerikaningki ikki cho'ng biz degan ikki cho'ng iqlimninki qo'llashiga erishgan mustaqillik davosimi bir mezgil Amerikadagi kuchli davlatlarningki qo'llashiga erishmagan desak bo'lmaydi. Masalan, Sharq Turkiston surgunda hukumatiningki Amerikaning parlamenti binosining ichida ichilib qurilishlari, bu chaqda Amerika bilan Turkiyaning munosabatining qattiq yaqin vaqtlari, asosiy qurg'uvchi a'zolarningki Avstraliyadan, Amerikadan, Kanada, Turkiyadan bo'lib, Amerikaning parlamentosining ichida Sharq Turkiston surgunda hukumati degan mustaqillik Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligini talab qilgan bir hukumatning qurilib chiqishi Amerika mustaqillikni qo'llamaydi degan gap emas. Tabii. Bu yerdagi farq nima degan chaqda Jungoning qochilinib yoki bo'lmasa Jungoning demokratik Xitoy hukumatining kommunist sistemdan demokratik sistemga o'zgarib
Amerikaga o'xshash bir demokratik sistemda boshqarilishini xohlagan boyaqi Kissingerlardek siyosiy loyihalarninki bu yerda kuchliroq kelib ketganligidan dunyo Uyg'ur qurultiyi jiqroq qo'llashga erishdi desak bo'ladi. Mana dehqon tilida aytgan chog'da, ya'ni Amerika mustaqillik talab qilgan Uyg'urlarni qarshi olmaydi yoki mustaqillik talab qilganlarni ishigini taqib oladi deydigan yeri bo'lsa, Sharq Turkiston surgun hukumati Amerika parlamentosining ichida qurilmagan bo'ladi. Ammo bu yerdagi narsa shu davrda shu Xitoy bilan Amerikaning rasmiy ziddiyatga kirishga Amerika Xitoyni rasmiy o'ziga eng cho'ng iqtisodiy va askariy tahdid deb bilganiga qadar Amerikada hozir cho'kkan, lekin burun g'alaba qilgan Xitoyni demokratiyaga o'zgartish tarafdorlari kuchliroq kelgandi. Buningda masalan Prezident Obama, Hillary Clinton deganga o'xshash Amerikaning siyosatchilarining cho'ng to'kpisi bo'ldi. 8 yil Obama Xitoyning kuchlanishiga yordam qildi. Shuning uchun Amerikada xuddi shu ayni vaqtda Sharq Turkiston surgundi hukumatini Amerikaning parlamentosining ichida qurishga kuch chiqargan, qo'llagan amerikaliklar bugun endi kuchayishga boshladi bular. Bugungi Xitoy bilan urush qilishimiz kerak. Xitoyni urushimiz kerak. Shu Xitoy virusininki butun badalini Xitoy to'lish kerak, haddini bilish kerak. Davatqanlar shu o'xshash kesim ayni vaqtda Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligini talab qiladigan Sharq Turkiston surgun hukumatining qurilishini qo'llaganlar ana naqshular. Demak, bu yerda millat xalqimiz shuni oydin bilish kerakki, Amerikadagi bir davlatda Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilaman deb bo'lsa, mana chiqa deb chiqirayotgan ya emas. Uni qayerga, kimga berib deyishda gap. Bu yerda Amerikada ikki cho'ng iqim bor. Masalan, Xitoy bilan ayrilmay turib, Xitoydagi cho'ng bozordan quruq qolmay turib, ammo Xitoyni demokratiyaga o'zgartimiz deydigan cho'kkan bir siyosatninki qo'llovchilari bo'lsa, bir tarafdan Amerikada millatchilik yo'q, ammo Amerikada davlatchilik bor. Amerika davlat manfaati uchun Xitoydagi davlatni urushimiz kerak, so'qishimiz kerak deydigan bir qism insonlar bor. Ya'ni bu Amerikadagi ikki cho'ng bo'likninki bir partisi mustaqilligimizni qo'llaydi. Hamda shuni unutib qolmaylik, qarindoshlar. Biz Mao sahnida o'zimizning xalqimizning dehqon tilida so'zlashni odat qilamiz, davatimiz. Biz Uyg'urlarni Amerikaliklar voy ashada bir musulmon haqbatga yomon ezilib ketibdi. Shu Sharq Turkiston degan yerda Xitoy ishg'ol qilinib, bak ezib ketib beribdi. Yoki bular asli Turkiya haqlatiga bularni Turkistondagi ismi shuning ezib ketib beribdi emas, qarindoshlar. Bir oydin bo'lish kerak bir narsa borki, Amerika vaqti kelib qolsa, Xitoy bilan biz shunday bir urush qilib qolsak, Xitoy bilan shunday to'qinish bo'lib qolsak, Mao qurol atalaydigan jangga tayyor bir xalqga Mao deb qo'llaydi bizni. Bekordan bizga oshnom berib, bizga siyosiy panohlik berib, Amerikaga voy keling deb bizga grajdanlik berib, ya'ni bekor bizga bu fursatlarni beramdi bular. Shundoq. Bizga bekordan Radio Free Asia degan radioninki Uyg'ur bo'limini qurib beramdi bular bekordan. Shuncha million dollar shu Uyg'urning qini jini badliga kelgan shu radioda Uyg'urning mustaqilligini talab qilsin deb qurib bergan radiolar asli. Lekin voy nihoyatda yaxshi ifodalab o'tib ketdi Abdurahimjon, sen yaxshi ifodalang. Shu bir qism avloddan avlodga miros qoldirilib, Sharq Turkistonning mustaqillik davosini Jungoninki ayrilmas bir Jungoning ichidagi siyosatning ayrilmas bir qismiga aylantirib, yashashga odatlanib kelgan bir necha oilaning 10 dan oshmaydigan oila bular. Shularning monopol qilib olgan avloddan avlodga miros qoldirib, avlodi oqisdan ergashmasa, yeniga birsini tarbiyalab turib kelayotgan bir uçum insonlarningki monopolligi ililish orqali Amerikada Uyg'ur xalqining qini jini belli kelgan
asli qiladigan da'vo burunliq inson huquqlari da'vosiga o'zgartirilib bordi hozir. Shundoq. Hamda bu yerda shu bir narsani shunda oydin qo'yay, sen boy vankatib ugo degan bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysodek ko'ringan bilan amaliyotda butun mushu ishlarni boshqarayotgan bir yosh ayol bor. Hammasini shu boshqaradi men sizlarga deb qo'yay. Yosh ayol. Kerak bo'lsa vaqti kelgan chog'da uning ismini xatlar o'zi hozir bilib bo'ldi. Kerak bo'lsa uni boshqarlaymiz. Bir xotin boshqaradi shu erkaklarning hammasini shu xotin turish ba'zi erkaklarning. Bu yerda shuni yetaklayotgan birisi bor. Hammasi shuning haqida hozir amaliyotda Dolqin Ayso shunda oldiga ko'stirilib chiqarilib qo'ygan bir kishi hamdi. İnşallah onun deydigan kunlar kelar. Mayada bir qayrindishimiz bir nima yozibdi? Ya'ni hozir Uyg'ur uchun ozroq foyzi bo'lsa sukut qilayli, birlikni buzmayli deydigan iqimlarmi bor. Ammo şu azroq foydaning orqada necha minglagan xalqimizning qon tari ketyotidi. Mushu kichikina foyda shu badalga loyiqmi deb yozibdi. Yalqun Abdullah degan bir qayrindishimiz. Demak ki qayrindishlarimiz orasidami mushundaq ko'z qarashdikilar oz emas. Ya'ni bara ko'payyotidi hozir. Demismi hozir nima deymiz? Nagila qarasa birlik, ittifoqlik, birlashayli degan shuar bak chiroyli shuar. Kim Allah degandek, kim mustaqillikni xohlamaydi degandek biz albatta deymiz kim birlikni xohlamaydi. Ammo agar mushu insonlarni tushunsangiz, ashlarni yaqindan kuzatib, muloyiza qilib boqqan bo'lsangiz, ularning orqadagi kuchlarning nimaligini, hatto umid qayrindishim degandek 5 erkakni bir xotin kishining boshqarayotganligini agar bilsangiz edi, bu ittifoqlikni ishga oshirishniki naqadar tasligini his qilgan bo'lardingiz qayrindishim. İnşallah şundaqdimi yana bir mustaqillik ideyasidagi qarindoshlarimiz hamsi birga kelib bir kuchli bir markazni shakllantirsa, xalq qo'llaydigan bir liderni tiklasa, ana shu chog'da haqiqiy cho'ng ittifoqlik ishga oshadi deb o'ylayman shaxsan. Endi bu strategiya shu qadar muhim narsaga qarindoshlar. Bayning oyog'i bir aql so'zlar o'tib mayli, bizga o'xshash asorat qolgan millatda bo'lsin, mayli mustaqil davlatlarda bo'lsin, hamish strategiya bilan mang'adiki. Hamda bizga o'xshash shundoq yo'qolish oldida turayotgan bir millat uchun birsi shu strategiya tuzish, Abdurahimjon degandek mushtaq haqiqiy strategiya tuzadigan odamlar yo'q. Hamda o atalmış strategiya tuzayotgan maxluqlar nima deydi? Namus qilmay, "Dört Uyg'ur" deydi. Men da'vatgan o'z taqdirini o'z belgilash deganning o'zi mustaqillik degan gap. Deb turib, yana o'zlarini elita Uyg'ur deyapti-ku, bular 5-6 manqini yig'ilib elita Uyg'ur guruhi quryapti. Bular elitimish, elita degani osmonda uchadigan sarxillar yani. Hamda nomus qilmay, hamda mushu o'z taqdirini o'z belgilash degan gap Xitoydan mening o'z taqdirimni o'zim belgilashimga yo'l qo'y degan gap. Xitoy degan tarixda varaqlab baqsanglar, Xitoyning tarixida demokratiya bo'lib boqmagan. Bularda demokratiya degan narsa tarixdan bo'lib boqmagan. İnson haqlari degan bu tarixdan bo'lib boqmagan. Bular qandaqdir o'zida yo'q bir inson haqlarini, bir o'z taqdirini o'z belgilashni bir qul ostida yashayotgan bir millatga berama. Bu eshakdan munguz tilganlik bo'lgan nima bu? Mustaqillikda bu strategiya dedik hakikaten muhimdimki aslında mümkün bo'lsa tunugim Mavlankan bilan Abdurahimjon bilan suhbat qilgandimi hozir mushta chechlang'u altimizda ko'pincharoq shu shaxsiylarniki o'z iqtidorini joriy qildirish so'zlandi. Chunki hozir bizda haqiqatan bir kuchli markaz yo'q. Açtaq xalqimiz Uyg'ur nihoyat aqlli millat. Ajoyib sarxillar bor oramizda. Vatan millet uchun yuragi gupildab so'qiyotgan, ham o'qigan, ham falsafa bilimlari bor, ham nima deymiz, strategiya tuzish iqtidorim yetadigan. Boshqa odamlarimiz bor, afsus ular nimishqa maydonga chiqmayotdi deganda maydonni petiqlayotgan shu artistlar,
sebebinden. Hem de muş altımızda, muş kardeşimizden sorgumuz ki bu strateji şu kadar mühim ki Uygurlarning yana mushundaq ahvolda bir strategiya tuzab, Uyg'urniki haqiqiy ovozini mush g'arb ellariga yetkazib, mush orqali Uyg'urning mustaqilligiga yetkazish bir imkonimiz bormi hozir? Endi dunyodagi har qanday narsa mumkinchilik ichida mavjud bo'ladi. Mumkin bo'lmaydi deydigan hech qanday bir mavjudlik yo'q. Strategiya to'g'risida Ümit qarindishimizni ixcham bek yuqori saviyalik bir so'zni o'tirib qo'ydi. Aldı bilan bu xalqda bo'lish kerak, xalqning qalbida bor narsani andan keyin shundan so'z elib, andan keyin ilqi kasbiy xodimlar uni qog'oz yuzida sezib o'tirib qo'ydi degan gap bu intayin mantiqli to'g'ri gap bu. Men deganim tashkilotlarning ichida strategik xodim yo'q deb tomtoq bu gapni o'tirib qo'ydim. O'sha yerda Ümitniki shu o'tirib qo'ygan fikriga qarata men bir qisqacha bir misolni so'zlab o'tay. 2017-yili chet elning bo'libmi Amerika, Yevropa davlatlarida urug' tuqqanlari lagerga kirib ketganlar bir nima bo'lib ketdi? Bearam bo'lib o'tirib chiqib guvohlik berib shunday bir g'avg'o ko'tarildi. Shu jarayonda andan keyin bir turkum kishilar qo'yib yana mustaqillik degan bu fikrni o'tirib qo'yishga boshladi. Shu chog'ning o'zida donliq ziyolilarning o'zi bir nazariyani o'tirib qo'ygan bo'ldi. Bir binoga o't kuyyotdi. Bino ig'ir darajada kuyib ketyotdi. Endi biz binoni qutuldirib qolishimiz muhimmi yoki binoning ichida insonlarning hayotini qo'g'dab qilishimiz, ularni qutuldirish uchun harakat qilishimiz muhimmi degan bu bir o'qitish ham bu nazariyani o'tirib qo'ygandan keyin ko'p sonli xalqimiz zodi biz shu xalqimizni lagerdan qutuldirish kerak, bizga mustaqillik kerak deb u yerda haliqi o't kuyib ketgan xalqimiz kuyib tugab bo'lgan chog'da urug' tuqqanlarimiz u yerda o'ltirilib bo'lgan chog'da unda bir parcha tuproqning bizga lozimi yo'q degan shuncha darajada cho'qon ketadi. Ya'ni bir donliq ziyoli bu nazariyani o'tirib qo'ygandan keyin shu uchur sohasida aktiv faoliyat qiladigan nurg'unlagan yoshlarning o'zi zodi shu to'g'ri biz lagerdan urug' tuqqanlarimizni qutqarish uchun harakat qilishimiz kerak dedi. Men shu chog'da bunga raddiya qilgan. Bizning qo'limizdan xuddi vatanni qutuldirishning o'zi kelmaganga o'xshash, o binoning ichida kuyayotgan insonlarni o'tdan qutuldirishmi kelmaydi u. Bu bizning tashqi kuchlarning zo'rlash bilan bo'lgan ish. Shuning uchun biz vaqtli bir taktikalarni o'tirib qo'yish va vaqtli masalalar uchun bizniki mustaqillikdan iborat bu orzu g'oyadan voz kechib bo'lmaydi deb to'g'ri men jiq fikrlashdim. Endi hozir shu Ümitniki fikriga ham shuni misol olmoqchiman. Ya'ni xalqimizningki mutlaq ko'p sonliq mumkin qalbida zodi mustaqillik talab qilmaymiz. Mustaqillik uchun men kelim janim fido deydigan bu bir havo o'tirib chiqish lozim. Bu qachon o'tirib chiqdi desanglar 2018-yili 6 noyabrdan keyin andan keyin mustaqillik degan bu fikrga yuzlanib ketdi ko'pchilik. Uning ilgarisida yo'q o mustaqillik vatan gapini qo'y, bizga shu lagerdagi mening otamning hayoti kerak, meningki ayolimning, ota-onamning hayoti, shularning sog'lomligi lozim degan shu fikr nihoyatda yuqori ustunlikni egallab ketgan. Endi strategiya tuzdi degan chog'da bir tashkilotning o'zi strategiya tuzmoqchi bo'lsa, shu xalqningki qalbidagi orzu, umidlarni asos qilib tuzdi. Men bunga qoyil bo'laman. Men shuni birini tasdiqlab o'tmoqchi. Endi shundoq ahvol ostida chet elda shu vatanning mustaqilligi uchun bir strategiya tuzib, shundoq bir harakat qilib bo'ladimi degan chog'da albatta bo'ladi. Buni qila olamiz. Shu chet eldagi harakatlarni bir qismini biz inson haqlari optimiyatchi nimalar desak mayli biz inkor qiladigan bu qismini yulib tashlab turib ko'z oldimizdan. Anlekin bizga mustaqillik kerak deydigan bu kuchlarning o'zini shu kuchlarning o'zini harakatlantirgan chog'da uning o'zini bir yoqilib qilgan chog'ning o'zida bir
tangditan bir ittifoqlik keltirgan chaqning o'zidan yana mana shu mustaqillik kerak bizga debatgan shu guruhning o'zini. Shu guruhning o'zi andakin o'zini qo'llagan xalqning bir qismining orzusiga vakolatan shu orzuni asos qilib turib, albatta strategiyani tuzib chiqa oladi. Biz agar G'arb bilan Sharq Xitoy qurolli urush qilib qolsa, biz bu urushning nereden o'rin olamiz. Agar medya urushi shunday rivojlansa, biz bu medya urushini vatanimizning mustaqillik tarafiga yetaklash uchun biz bu nerede o'rin olamiz degan shunday planlarning o'zini albatta tuzib chiqib bo'ldi. Hozirgidek bosh-boshliqlik bunda chechilangan holatda kim tuzib chiqa oladi, qaysi tashkilot, qaysi ekin, qaysi guruh tuzib chiqa oladi, bu bir masala bo'lib qoladi shu boshqa turayotgan narsa. Hiç bo'lmasa 2018-yildan burungi vaziyat bo'lgan bo'lsa, mustaqillik eqimidagi mustaqillik guruhining ichida shu bir vaziyat mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirgi shu paytda albatta shu strategiya nuqtalarini biz bularga taklif qilib, strategiya tuzib chiqmaslarniki bu tashkilot guruhining o'zida o'tirib qo'yinglar deb talab qilsa, albatta uni tuzib chiqdi. Hozir nima bo'lib ketgan nurg'un taraflarda chechilang'u bir-birini ayiblash bilan mundaq bir ichki bir majroga petib qildiq hozir. Eng ig'ir baxtsizlik shu. Hamda hozir Abdurahimjon qarindishimizning degan gaplari biz hozir umumiy bir cho'ng bir birlikni bir yerga akilimiz desak, yana 20 yilni bir yerga yo'qotib qo'yamiz-ku, bu yomon ta'sir ekan. Hamda hozir amaliyotga uyg'un mantiqliq qila oladigan ishlarimizniki muhim ishlarni tunugun bir qitim deb o'tib ketibsizlar suhbatda nihoyat yaxshi. Har bir Uyg'urninki men nima ish qila olayman degan mening qo'limdan nima ish keladi degan narsani unutib ketish kerak birinchi bo'lib. Qilaman desa qildigan ish bakchiq. Masalan, Mavlankam debdi, Abdurahimjon sizlar nihoyat yaxshi gaplar tunugun. Hatta ba'zi bir Uyg'ur bir davlatning iqtisodini cho'ktirib o'tishi mumkin. Ba'zi shu tashviqotlar ya bir qism Uyg'urlar. Xitoyning iqtisodini cho'ktirish taktikalari, ishlari, bu bir strategiyaning shaxsiy, ya'ni bir oila, bir kishining boshilta oladigan ishlari hamda shu. Ya keyin asta-asta guruh bo'la oladigan. Hamda yana bir narsa nima deganda, bu yerda strategiyaning ichida albatta askeri, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, bütün bu hamda media, tashviqot hammasi bo'ladi buning ichida. Hamda hozir bu yerda shu bir narsa oydin bo'lib ketsinki, bu yerda nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyining ismini men jiqroq og'zimga oldim degan chaqda, Dunyo Uyg'ur qurultiyining orqasiga ergishayotgan insonlarning ichidimi va yoki bo'lmasa Turkiyadagi ba'zi tashkilotlarning ve hem de gapni rasmiysam bu nurg'un tashkilotlar boyu ama rasmiy siyosiy sahnaga chiqqan tashkilotlar sanoqliqchi hamda bu yerda. Ba'zilari ijtimoiy tashkilotlar hamda xalq ommaviy xizmatlarni qilayotgan tashkilotlar bor. Lekin bu yerdagi bir farqni shu tashkilotlar o'zimi azroq shu vatanning manfaati uchun, shu mustaqillik davosining manfaati uchun, Alloh rizosi uchun deb turib deymaydi. Allohning rizosi uchun shular azroq mantiqqa uyg'un mening qilayotganim amaliyotda masalan xayri saxovat ishlarini qilayotgan bir tashkilotlar, vaqflar bo'lishi mumkin. Hamda bular shuni e'tirof qilish kerakki, mening qilayotganim xayri saxovat ishi, bu ijtimoiy farovonlik ishi bu. Bu davlatning siyosiy ishi bilan, mustaqillik davosi bilan biz shuning bir partisi, ammo biz atqachilik qilmayli. Qayerlarga bir xayri saxovatchilik qilayotgan ijtimoiy faoliyat buningga un yurish taqitayotgan bir vaqtmi hozir bir yerga kelsa, xuddi Sharq Turkistonning mustaqillik davosining beshidek so'zlaydi-ku hozir. Bu yerda haddini bilmaslik bor. Uyg'urchada haddingni bil degan gap bor. Haddi desa bu hadangni bil deb anglab olgan xato tushuncha bor. Haddini, chek chegarangni bil degan gap-ku. Odam o'zidimi chek chegarasini bilish kerak bo'lganga o'xshash tashkilotlarmi o'zining chek chegarasini, haddini bilish kerak. Masalan, hozir Xitoy o'zining haddini bilmay shiltini yetib ketib qolg'achqa dunyoning qarshiligiga uchrab Xitoyni urimiz deyotdi. Hamda bu bizga foydali bo'lyotdi.
Xitoyning haddidan eshib ketganligi. Qachon biz Xitoyningki eng cho'ng ziyonkashligiga qachon uchirdik desa, Xitoy haddini bilib, o'zining yumshoq siyosati bilan jim o'tirib, dunyoga yumshoq siyosatini ko'rsatgan vaqtida biz buni haqiqiy eng og'ir ziyonkashlikni shu joyda tatgandik. Ammo Xitoy haddidan oshdi, zo'ravonligini boshladi. Sharq Turkiston qanday aytgan chog'da Uyg'ur xalqi desak bo'ladi. Dunyoni qo'g'dab turgan bir qalqon bo'lganda necha vaqtning yog'i. Endi bu dunyoni qo'g'dab turgan qalqonga dunyoga chiqmaganda, mana endi dunyoga qo'lini uzatish boshlab, o'tganda balkim medialarda anglagan bo'lishinglar mumkin. Bu Xitoy sosyal media ommaviy taratqular orqali Qozog'iston va O'rta Osiyodagi ba'zi davlatlar va ba'zi shu Xitoyga yaqin chegirdosh davlatlarning to'mirini tutmoqda. Masalan, qozoqlar nima uchun Xitoyga qaytib Xitoy to'proq igidorsiga qaytib kirishni nimishki bunchalik intildi degandek narsalarni nurg'un g'avg'olar bo'lib ketdi. Bu Xitoy davlatiningki uzun vadeli stratejiyasining to'mir tutish bosqichi bu. Chunki Sharq Turkistonni biz hozir to'liq mustaqil ishg'ol qilib bo'ldik degan yerga ishonch erishdi degan gap bo'ladi. Shu lagerlar masalasi bunday qachon shu Myanmar deymiz, Arakan deymiz. Bu Arakanda shu Myanmarningki Birmaning hukumatiga yordam qilganmi Xitoy ashadi musulmonlarni ig'ir qirg'inchilik qilish orqali Sharq Turkistondagi qirg'inchilikningki ayadagi tadbiqotini testini ifodi. Sinoq bu. Dunyoda hech qanday davlat, hech qanday musulmon davlat Arakanliklarga ega chiqmadi. Undan keyin darhol bizniki Uyg'ur xalqini qirishga boshladi lager orqali. Endi bu yerda lagerga ega chiqmadik. Chiqmadik deb nima uchun bu yerda chiqmadi demayman degan chog'da bizning tarixiy xatoligimiz nima desa, boshqalardan yordam qilish bilan keldi hozirgacha. U qilmadi, Turkiya yordam qilmadi, Amerika yordam qilmadi. Ammo o'zim nima ish qildim deb biz o'zimizning vijdonidan so'rab baxmadik Uyg'urlarcha. Biz o'zimiz shu vatanimizdagi Uyg'urlarga o'zimizning qarindoshlari, qon qarindoshlariga o'zimiz yetarli ega chiqolmaganligimiz uchun bu Xitoy men Sharq Turkistonni endi haqiqiy ishg'ol qila oldim degan ishonchiga erishgandan so'ng men O'rta Osiyo, Qozog'istonlarga kengaymichilik siyosatining to'mirini tutyapti hozir. Endi biz Uyg'urlar hozir Abay degandek tashkilotlar birinchidan haddini bilish bosqichiga qaytib kelsa, men bu ommaviy ijtimoiy farovonliklarni qilayotgan bir tashkilot ekanman. Mushu doirada taraqqiy qilay desa, amaliyotda masalan Mavlankam vatanning da'vo ishiga 3 yil bo'ldi aralashdim. Bundan burun men matematik bilan shug'ullandim deb turgan. Nurg'un fizikchilarimiz va matematikchilarimiz va har bir inson o'zining kasbida taraqqi qanchalik izdansa shunchalik taraqqiy qildigan bo'lganga o'xshash tashkilotlarmi o'zining doirasida xizmat qilsa, texmi taraqqiy qila oladi asli. Endi Uyg'urlarmi Dünya Uyghur Qurultayidek bu xalqarada qismen tonulgan Uyg'urlarning inson haqlarini davosini qilayotgan tashkilotlarning ishchidimi? Haliqi shu tashkilotning beshiga chiqib olganlar boy degandek biz mustaqillik davosini kim xohlamaydi degan gaplar bilan haliqi mingini qoymoqtirayotgan nima qilarini bilmay ketayotgan Uyg'urlarimizning qildigan ishi bu yerda Dünya Uyghur Qurultayı degan bu Dünya Uyghur Qurultayiga qarshilik emas, qarindoshlar. Meyadagi oydinlik bo'lib ketsin meyada. Bundaq bir tashkilotning bo'lishi bizga hech qanday ziyni yo'q. Ammo qilayotgan ishi, amaliyati durustlik bilan qilmayotganligi uchun. Men agar Dünya Uyghur Qurultayining shu raislari chiqib, biz haqiqatan Sharq Turkiston mustaqillik davosini qilolmadik. Qilolmaymiz. Yakumsa hozirgacha eng bo'lmaganda qilolmay keldik qarindoshlarim rost. Ammo biz inson haqlari davosini qilmoqchi, rasmi shu Xitoy qochilinib bir demokratik sistemga o'tsa, biz ashular bilan yashab ketishga rozi. Shuning uchun mushuni qilyapmiz. Yakumsa Bay Abdurumjon degandek Xitoy hamini bir kun qochilindi, qochilangacha orliqda biz mushu inson haqlari davosini qilib turaylik. Ammo mustaqillik davosini qildiganlarga biz dushmanlik qilmaymiz deb
Mustaqillik davosidagilarga dushmanligini qilmay, bu yerda o'zining qurgan strategiyasi bilan ishni qilib ketaversa bo'ladi asli. Bu bir. Bu yerda shuningdan Uyg'urning ichida ziddiyat chiqmaydi. Da'vo bir yerga markazlashalaydi shu chog'da. Endi Dünya Uyg'ur qurultiyining ichidami mustaqilparvar insonlar bormi deganda bor. Albatta bor. Endi mushu insonlar Dünya Uyg'ur qurultiyini davomli xatoliklarni yipib yoki bo'lmasa bizga o'xshash insonlar chiqib Dünya Uyg'ur qurultiyininki ichidagi insonlarning bir qism insonlarning o'tkazayotgan bu tarixiy xatolik mustaqillik da'vosi qilayotgan cho'ng ihonatiga aynak o'pirayotgan vaqtimizda bizga dushmanlik qilishning o'rnida haqiqiy shu Dünya Uyg'ur qurultiyini so'ysa, shu Dünya Uyg'ur qurultiyini haqiqiy so'ysa, shu insonlardan so'rash kerakki, strategiyaning zodi nima? Mustaqillik talab qilishmi yoki bu seninki inson haqlaridan boshqa da'vo qilamiz. Mustaqillik talab qilmay desang, unda bo'lsa sen strategiyangni, nizomlamani ochiq oshkora xalqaro mediaga chopla degan so'roqni qilish huquqi bor. Shu tashkilot a'zolari. Har bir tashkilot a'zosi o'zining tashkilotini haqiqiy so'ysa, o'zining tashkilotidan so'roq qilishga boshlash kerak. Masalan, men Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining a'zosi. Men Sharqiy Turkiston surgundi hukumatidan so'roq qilishim kerak. Nima ish qilyapmiz hozir? Biz nima uchun o'zimizning strategiyasini darhol o'tirg'i qo'ya olmaymiz degan narsalarda Sharqiy Turkiston surgundi hukumatidan har bir a'zosi Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiningki bu yerda hozir ushib ketdi, to'tib ketdi deydigan narsa buning jiddiga kirish o'zi xato. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilamsa, tashkilot demsa o'zingni, unda bo'lsa Sharqiy Turkistonning mustaqilligini men talab qilma demsa, Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining ismini tanlashning o'rniga Sharqiy Turkiston mustaqilligi uchun men birinchi o'rinda bo'laman deydigan bu baslashni men mana vatanning mustaqilligini men oldiga sura olayman, xalqimni men bir yerga ekilalayman deb chiqa hordi maydon unda bo'lsa. Asl da'vo mana raqobat degan mana, ammo bu yerda qo'yib Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiningki bir yig'in ochimiz, qurultoy ochimiz desa, voy Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiga egi chiqadigan odamning jiqlab ketadiganiga hayron qilasan. Ammo Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiningki bir ish qilmasa, hech kim qilmaydi, jim yotadi. Endi Dünya Uyg'ur qurultiyiningki oqistin bir eg'iz uning xatoligini o'ttirib qo'yib qo'ysak, taraf-tarafdan bizni butun dushmanda ko'rish bir havosi var xalqimiz orasida. Nima uchun xatoliklarni e'tirof qilolmaysiz? Mening deydiganim shu haqiqiy tashkilotingizni yaxshi ko'rsangiz, demakchi shu qarindoshlarga o'zingizning tashkilotiga aynak o'pirishingiz kerak. Xatoliklarni yuziga qo'ya olishingiz kerak. Amaliyotda hozir mishada biz Abdurimjon, sen, men, Tunugin Mavlankam chiqibdi. Amaliyotda bizning qilayotganimiz nima desa, Dünya Uyg'ur qurultiyiga eng foydali ishni qilayotgan biz bo'lyapmiz. Chunki xatoligini yuziga qo'yib turyapmiz. Bu to'g'ri gap. Bu haliqi nuqsonsiz odam yo'q deymiz. Bo'libmi bizga o'xshash asorat qilgan millatda bu cho'ng bir da'vo. Bu Xitoydek davlatga qarshi da'vo qilish, mustaqilligimizni asli keltirish yo'lida da'vo qilish bir cho'ng bir da'vo. Asli bu haliqi o'tiruvda o'yin o'ynayotgan maymunlarning quloq tashlab qo'ymay, bu ishni hamma Uyg'urlar kuchab, shu agar bir lider deylik, mayli u to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, buning yaxshi qilayotgan ishlarini, yomon qilayotgan ishlarini hammani yuzturani yuziga deb bir-birini haqoratlamagan ahvolda. U lider bo'ldi, tashkilotning mas'ullari bo'ldi deganlar bu samimiyat bilan buni qabul qilib apmangan bo'lsa, bu tarixdan buyon har qanday millat shu mukammal bir odam yo'q. Hamma odam shu nimishqa demokratiya bor deganda, demokratiyaning ma'nosi shu bir odamni tiklab chiqqandan keyin uning xizmatiga o'ngdan so'ngdan, ya'ni to'g'ri tarafini, xato tarafini hammani yuziga oshkora erkin holda o'tirib qo'yish orqali onun öz xizmatini to'g'ri olib berishiga yordam qilish. Shunga demokratiya degan gap bor. Diktatorga o'xshash, Xitoyga o'xshash, sen menga alaysan, ko'zingni uyima,
meni tillasang kallangni olaman desa, xalqmi gap qilolmaydigan bo'ladi. Shu bir burda non bo'lsa, qo'shqum to'ysalar, bir kunim o'tsa esa, o'lab qolsam deb cho'shqining o'rnida yashaydigan gap. Hozir mana 1 milliard 400 million cho'shqi bor. Aşağıda. Ulanın işidimi şu kadar iş qaynaydigan, işidikini digiz kildigan, vaqirg'iz kildiganlar bor. Ama diyanmaydi, uch Qashqar da'vatida biz desek, onun aqibati qandoq bo'ladi? Shunga diyanmaymiz dedi. Ama o'limdan qo'rqmay, hozirmi bir narsa chiqdi-ku. Uch Qashqarlar shu Shixtayning yuziga siyah qora siyah chashgan bir chiqdi. Anadikan yo'qolsa Mo'sandan deb uch Qashqar to'g'liganlar chiqdi. Ertisi emas shu kunilar. Yo'q. Qo'lini yerga tekkizmay ketdi. Elik Shixtayning yuziga siyah chashgan qiz bola, yosh qiz bola, kichik qiz bola. Saranlar doktorxonasiga akirib, saq odamni saran qilib chiqadi. Bu saranki bilmay chishib qopti deb. Demakki, bundan o'ylasa qarindoshlar, bir odamniki yüzdeki qarını köstüp beriş, bu qandaqdır? Bu düşmanlik niyeti bilen onun yamanlık, qağallık emas, belki şu yüzdeki qarını sürkütüp pakız, çıraylık altıda düşürse dep bunun yardım qiladi. Arzu. Doğru. Nayet afsus, bizning aramızda mı, biz Xitayning asaretida uzun yıllar yaşamışkımı, ya bu müşüyliki 8-10 iş qilsab, bizni tillayotganlar maqsadlik bir aksining vazifa topshirgan vazifasini o'rinlash uchun o'sha aksining taktikasini qo'llanayotdi. Chet eldagi Uyg'urlarning ichida nayet afsus mushundoq holat shakllanib qolgan. Ya'ni shunda birisi qip qizil xato ishni qilsimi, uni tanqidlasa, hozirlarlik 8 mo'la yugurib kelib degan bir shalmatudi, bir pichoq atudi, bir zaharni tiqidi ish qilib yaqin qo'ymaydi. Ammo bizga o'xshash izchil reallikda yanmaydigan, rost gap qilishda yanmaydiganlar inshaalloh bara-bara ko'payyotidi. Mushu jasorat munbiriniki, qo'llovchilariniki kundan-kunga eshishidimi biz shuni his qila olamiz. Chunki hozir kasalni yushursang o'lim oshkora deb qarindoshlar, millat jon talashayotgan holatda biz yana bir xato, yolg'on bir strategiyaning keyindan mangsoq, bu Xitoyniki depiga usul o'ynab berganlik bo'ladi. Millatimizniki yo'qilishiga bizmo to'p qo'shgan bo'lamiz. Buna qarindoshlar, kallamizni silkib etib, mushu gaplarimizning tegi bormi yo'q, asosi bormi yo'q. Sen so'g'uqqonlik bilan o'ylashib baqinglar. Endi ma ishki qarindoshimiz bilgan bizning sahnamizniki jasorat munbirining bir prinsipi palani tashkilotniki depini chamaymiz. Bu yerda haqiqat so'zlash asos qilindi. Sahnada o'tirgan ikki qarindoshimiz ikki tashkilotniki a'zosi. Abdurahimjon 10 yil bo'lgan Uyg'uriston ozodlik tashkilotininki mas'ullaridan biri. Ümit qarindoshimiz bo'lsa, surgundagi hukumatiniki g'olliq a'zolaridan biri. Ular hech bir zaman o'zining tashkilotini bu yerda sotmadi, ham sotmaydi. Bizning prinsipimiz shu. Ammo boya deyilgandek, hozir biz shu sahnaning o'rnini egallab olgan shu atalmish cho'ng tashkilot ashtaq bir xato strategiyani qayta harmay tashviq qilish orqali xalqimizni aldab kelyapti. Mushunda holatda sizlarniki o'z oldinglarga, o'z tashkilotinglar ichida muzokara qilib boqqan vaqtlarmi bo'ldimi? Qanday bo'lmasa bir shaxsiyga qaraganda sizlar bir kollektiv o'z oldinglarga mushunda haqiqiy, chunki a'lo strategiya deydi, hozirgacha xalqqa e'lon qilib boqmadi strategiyasining konkret mazmunini. Sizlarning tashkilot bo'lish sifatinglar bilan mushundaq bir strategiyani sizlarning sardoshlaringlar bilan maslahatlashib, tuzib chiqib, xalqimizga tashlab, xalqimizningki fikr berishi orqali mukammallashtirib, shuni xalqimizning ijro qilishiga bir chaqiriq qiladigan bir ishni o'ylab boqdinglarmisizlar? Ketib qoldinglar-ku, demak o'ylashmabsizlar-da. Men anglayapman. Ya shu javob yo'q qarsam jim o'tirsizlar. Ovoz kelmay qoldi menga.
Mağın bir aralıqda to'xtab qoldi. Endi men Sharq Turkiston surgundi hukumatiga vakolatan gap qila olmayman, endi boshqa hukumatlarga, nimalarga. Endi strategiya degan chog'da boy deganimdek hech qanday tashkilotning yo organninki strategiyasi yo'q deganim bu Sharq Turkiston surgundi hukumatini ichiga oladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati qurilgandan tortib hozirgacha gapning o'chig'ini aytgan vaqtida strategiya qurish planlari nurg'un qitim bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ichki jihatdagi parchalanishlar, ichki jihatdagi ziddiyatlar va Xitoydek cho'ng bir dushmanninki og'ir ziyonkashliklari natijasida nurg'un vatanparvar qarindoshlar o'z orasida chiqisholmaganligi uchun chiqisholmaganligi uchun va yoki bo'lmasa o'zining shaxsiy hissiyoti yoki bo'lmasa o'zining kishiligi Sharq Turkistonning mustaqillik davosining oldiga o'tib olganligi uchun o'tirliqda nurg'un ixtiloflar bo'lib, parchalanishlar, jidal majrolar bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati uzun vadalik bir strategiyani qurib chiqolmadi. Endi mening bilishim tushunchilik, agar Sharq Turkiston surgundi hukumatiga boshqalar mening 10 yillik, 5 yillik strategiyam bor desa, qandaqki o'qimayman. Ayni vaqtda G'ulom Osmon apandilar bilan G'ulom Osmon apandi sobiq prezidentimiz prezident vaqtida shu masalani o'tirib qo'ygan, biz 5 yillik planni o'tirib qo'yishimiz kerak deb strategiya demadik u chog'da 5 yillik plan degan endi. U endi Sharq Turkistonni qachon mustaqil qilamiz strategiyasi emas, chunki Sharq Turkiston surgundi hukumatiningki asos qonunida o'zi Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilish bor bu yerda. Demak, bu yerda Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilamdik yoki inson haqlari talab qilamdik deydigan darajada emas bu surgundi hukumati. U xalqidan o'tib asli xalqimizning irodasiga vakolatlik qilib bo'lgan bir yeri bor endi. Bu mustaqillik talab qilish asos qonunning o'zgartirilmas moddalarining biri endi bu yerda. Endi qilolmaganlik, uzun vadalik strategiya yo'q, ammo 5 yillik planlarni muzokara qilgan vaqtlarimiz bo'lgan. Endi bu 5 yillik planlarning ichida uni 3 oylik, 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik planlarga bo'lgan vaqtlarimiz bor. Va shu 11-oydagi qurultaydan keyin biz har 1 oylik, 3 oylik planlar bilan ishlab kelyapmiz endi. Masalan, buni strategiya deyishni xohlamayman chunki. Nima deganda strategiyada boy Abdurahimjon deb o'tib ketgandek, eng oxirgi nuqtada qachon vatanni mustaqil qilamiz, bayroqni qachon tikimiz degan yer bo'lish kerak. Mau mening davatqa yerim strategiyaning bir parchasi bo'lgan, 1 oylik, 3 oylik, 4 oylik xizmat plani deylik buni. Biz faqat shu xizmat plani darajasida qilib qoldik hozir. Masalan, xizmat planlarining ichida birinchi amalga oshirganimiz bu 11-oydagi qurultaydan keyingi eng bizningki qo'lga og'idek, egizga og'idek planlarimizdan va amalga oshirgan planning birisi nima degan chog'da Amerikaning o'xshamagan siyosatchilariga, Amerika davlatining o'xshamagan organlariga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki raislari, masalan, Guterres apandilarga Sharq Turkiston xalqining, ya'ni Sharq Turkiston surgundi hukumatining Sharq Turkiston xalqining irodasi bo'lgan irodasi Sharq Turkistonning to'liq mustaqil ekanligini, bizning inson haqlari talab qilish emas, bizning maqsadimiz Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligini talab qilish va Sharq Turkistonning bir ishg'ol qilingan to'proq ekanligini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga va Amerikaning nurg'un o'rinlarga yetkazgan bu natija bor bu yerda. Bu nima degan chog'da hozirgacha mustaqillik davosi qilyapman deb amaliyot inson haqlari davosi qilayotganlarninki 70 yilning yoki 50 yilning yoki qilmagan xatoligini her ziyonning qayerdan qaysidan foyda deb biz kechikkan bo'lsakmi buni yo'llayapmiz to'xtamay. Masalan, hatto buningda Sharq Turkiston surgundi hukumatlar emas, menda bir oilaning o'ziga tushgan bir vazifasi bo'ldi dedim-ku men. Masalan, mening 14 yoshlik, 12 yoshlik bolam ve ayolim men. Çünkü Amerika'da biz her xizmat ishlagan vaqtimizda Yevropada shunday bo'lishi mumkin. Oyilda 5 jon bo'lsa, shu 5 jonning 5'ini to'layman degan gapman. Ishlagan odam. Demak, bu yerda 5 jonning 5 og'izdan gap qila olish huquqi bor.
Mesela menimki 14 yaşlık, 13 yaşlık balam, ayalım, ben tötümüz 4 isim bilen, yani 4 insan bolup durup, 4 Şarkı Türkistanlık bolup durup, Amerika'nınki özümüz yaşavatkan ştatidagi senatorlarga bizning Şarkı Türkistanning ishg'ol qilingan to'proqligini ve bizning Şarkı Türkistanning mustaqillik davosini qo'llashi kerakligini ben şahsen onu kıldım. Şarkı Türkistan sürgünlü hükümetinin içindeki nurgun milletvekilleri ve azalar bunu özü turvatkan ştatlarda bunu kıldı ve kıtkivatıdı hem de. Demek bunu bir stratejiye digini bulunmaydı. Bu aylık hep 20 yıllık planlarının içindeki bir hizmet var. Ama bana sorunun soruşundaki maksat hazır hem de hazırlıkdaki çeşitlen altımızda şu mevcut teşkilatlar içindeki şu müstakillikni teşebbüs kılgan teşkilatlarmı menimce şu işni o'ylashi kerak yani çünkü ular hala strategiya deb xalqni aldab qavatıdı. Sizlarga o'xshash haqiqiy mustaqillik irodasiga vakillik qilgan tashkilotlar buni boshlashinglar kerak menimcha. Abdurahimjon, ovoz kelyaptimi? Hozir kelyapti ovoz, anlayaptimi? Şu boya sorgan savolim shuki. Senmi Abdurahimjon bana savol bergan. Senmi uzun shu orliqda bir minutda ovoz uzilib diqqatli kelmadi ovoz. Ama Ümit Bırakır deb o'tdi. Sizlarning tashkilotmi uzun yillik tashkilot Abdurahimjon. Izchil mustaqillik deb qavatsizlar sizlar. Sizlarmi o'ylashinglarmi sizlarning tashkilotning ajoyib isli bolalar va qobiliyatli bolalar bor? Bizniki Uyg'uriston Azıq Tashkiloti qurilgan chog'ning o'zida cho'ng orzu plan bilan qurilgan, ya'ni qurultayning o'zi inson haqlari degan faoliyat bilan o'tirib chiqib bu ishni qilib bo'lsa, ondan keyin sürgündeki hükümet o çağda Ahmet Egenbey efendimiz to'la tashabbus qilyapti. Biz hech qanday bir ish qilmasakmi, simbol xarakterda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi degan bu bayroqni mustahkam saqlab turmaymiz degan shuni ko'p tashabbus qilyapti. Shuning uchun mustaqillik uchun faoliyat qiladigan, ommani harakatlantiradigan, omma ichiga cho'kalaydigan bir siyosiy tashkilot mustaqillik nizomnomasidan o'tirib chiqish kerak degan shu muddaoni o'tirib qo'yib, undan keyin biz bu tashkilotni qurgandan keyin biz izchil holda inson haqida talab qiladigan qurultayni ham qo'lladik. Qurultayning asosli rahbari bo'lgan Rabiya Qodir xonimni qo'llash mavqesida qo'lladik. Bizning bunday qo'llashimizda qurultay ma'lum bir bosqichga berib, g'arbdan ishni echib bo'lgan chog'da, ondan keyin mustaqillik degan bu do'qmishga yana qaytib keldi. Shungacha arliqda biz mustaqillik talab qiladigan yakki shaxsiylar bilan yoki tarmoq tashkilotlar bilan yaxshi bir munosabat o'rnatib, bir ommaviylikni saqlab tursak, qurultayni darhol o'zgartirib akilib bir cho'ng bir mevqa bilan o'tirib chiqaralaymiz deydigan shunday planni tuzgan. Bu strategiya deyilmaydi, Ümitga o'xshash tashkilotniki xizmat planlarining ichidagi 6 oylik, 1 yillik planni tuzib, shunday mangan. Biz 2008-yili o'tirib qo'ygan nazariyamizda chet eldagi umumyuzlik shu Uyg'uristonning, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qiladigan iqlimning o'zini tinchlik yo'li bilan siyosiy yo'l bilan, diplomatiya bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qiladigan iqlim, ondan keyin inson haqlari, kishilik huquq talab qiladigan iqlim, ondan keyin qurolliq kurash qiladigan iqlim deb biz shu 3 iqlimda tasavvur qildik. Bu uchilisini yig'irib bir bayroq ostiga to'plag'il bo'lmaydi. Bir iqlimga yig'irib ategil bo'lmaydi. Birisini qiladigan ishini yana birisi qila olmaydi. Şunun üçün bu üçül iqlim mevcut bulup duruş gerek. 3 iqlimning o'rtasida ziddiyat kelib chiqmaslik lozim, dushmanlik kelib chiqmaslik lozim. Xitoy shu 3 iqlimni qarama-qarshi 3 bo'lakka bo'lalgan chig'ida Xitoy g'alaba qildi. Biz shu yutuqni etamiz degan shu narsani biz tashkilotimizning plani tarixida o'tirib qo'ydik. Buni 2012-yilgacha izchil shuni davomlashtirib mangdik. Bu o'ylaki Sharqiy Turkistonninki Uyg'uristonning mustaqilligini kuch bilan qo'lga keltiramiz deydigan iqlimlarni asosli diniy iqlim deb qaradik. Biz diniy iqlim bilan munosabatni yaxshi o'rnatdik, yig'iniga qatnashib turdik, qurultayninki yig'inlariga qatnashib turdik.
bizning tashkilotimiz o'z oldiga o'tirib chiqib faoliyat qilmasmi, shu mavjud markaz iqlimlar bilan hamkorlashib turib, shuni ichiga vakil kirgizib turib, harakat qilamiz dedik. 2012-yilniki o'tirlarga kelgan chaqda qurultoy bilan bo'lgan ziddiyatimizga daz chiqdi. Shuning bilan ada juda bo'lib ketdik, ammo men uning raisi bo'lgan Rabiya Qodir xonimni qo'llab turdik. Rabiya Qodir xonim hamon bir kunsi bu qurultoyni aslidagi mavqesiga qaytarib akiladi degan ham xiyolda uzun menib ketdik. Ham Yevropadagi tarmoq tashkilotlar bilan munosabatni o'rnatdik. Nurg'un tashkilotlarniki nizomnomasi hukumatga tasdiqlangan daftarlarda Uyg'urlarniki madaniy ijtimoiy huquqi uchun kurash qilamiz, oqitadigan moddalar yozildi ekan. Biz shuni hech bo'lmasa birinchi moddaning ikkinchi tarmog'i bo'lsa-mu, vatanning mustaqilligi uchun qo'limizdan kelishicha harakat qilamiz va dunyoviy qonunlarga asosan, BDTning qonuniga asosan hurmat qilgan asosda biz mustaqillik uchun harakat qilamiz degan moddani kirgizishimiz kerak ekan. Shuni tashabbus qildik. Ya'ni mustaqillik deganni o'tirib chiqarish kerak. Hozir Yevropa davlatlarida har bir davlatda 3 dan 5 ta tashkilotlar var. Yevropa davlatlarida ozg'ancha 20 tashkilot var. Bu tashkilotlarning ko'pinchisi jamiyat, ijtimoiy faoliyat qiladigan xarakterdagi tashkilotlar. Qilayotgan faoliyatimiz shu. Hem tashkilotlarningki tasdiqlangan nupus daftaridami o'z turayotgan rayondagi xalqning ijtimoiy faoliyatlarini epmangdi degan bu bakrak tashabbus qilindi. Shu ko'proq o'rin egallaydi. Shuni o'zgartirishni tashabbus qilmoqdik bizniki. Shu vaqtdagi planlarimiz, ya'ni 2008 dan 2016gacha oralig'ida bo'lgan bizniki ichki harakatlarimiz va sirtqi harakatlarimiz shu plan bo'yicha mangdi. Keyin Rabiya Qodir xonim bilan bo'lgan munosabatim yaxshi bo'lmadi, qurultoyning o'ng'ishli bo'lmadi. Nurg'unlagan umid orzularimiz bitib ketgandan keyin undaq bo'lsa biz qurultoydan so'kilib chiqqan tarmoq tashkilotlar va rahbarlarni yig'ib qaytadan mustaqillik tashkiloti quramiz deb, uningga bir qancha yil qadam bosdik. Buni jasorat sami bilishsa tayyorlik komiteti yig'inida qatnashgan. Bu tashkilotni qurilgan bo'ldi, ammo qurilib ma'lum musofirga ketadi. Shuni ichida asosli shu harakatlarni bir harakatlantirib o'tirib chiqarsak deydiganga Uyg'uriston ozod tashkiloti, yana biz Uyg'uriston deysa bizning nizomnomamiz Uyg'uriston degan ilqiy mutaassiblikni tanmaymiz. Sharqiy Turkistonda nima desin, zot mustaqillik mavqesini o'tirib chiqargan guruhlar nima bo'lishi kerak, xalqaro bo'lishi kerak, ya'ni keng ko'lamli xalqaro mavqe bilan, maydon bilan o'tirib chiqish lozim degan shu planni biz shu plan bo'yicha harakat qilib keldik. Hozir bizning Uyg'uriston ozod tashkiloti sürgünlük hukumatning ichiga vakil kirgizib, bular bilan bo'lgan munosabatni mayli qaysi guruh uchun qatnashib, ammo Sharqiy Turkiston sürgünlük hukumati degan bu bir bayroq ostida bizning vakilimiz kirdi u yerga. Ya'ni shu ishni qilyapmiz. Endi bu yerda xizmat doklatiga o'xshab qoldi. Unaqa emas, ya'ni plan bo'yicha bizning tashkilotimizning ichki planlari mushukagizlik hozir 10 necha yilki musofir boshlab besibganlik nurg'un xato yo'lga menib ketdik. Nurg'unlig'in xato natija kelib chiqdi. O'ylamagan yerdan. Ya'ni bizningki ijroat kuchimiz yetarli bo'lmagandan keyin, iqtisodiy kuchimiz yetarli bo'lmagandan keyin tuzgan planning o'zimi kutgandek natija bermaydigan nurg'un vaqtida. Endi strategiya degan chaqning o'zida agar bizda boshda deganga o'xshash strategiya tuzish uchun strategiya tuzgan chaqning o'zida shuni ijroat qo'yishda kuch bo'lish kerak oldi o'ylam. Shu kuchni asos qilib turib strategiyani tuzish lozim yoki strategiyani tuzgandan keyin shuni ijro qilib kuchni to'playaligidek salohiyat, nupuz, imkoniyat bo'lish lozim. Ammo bizda Uyg'uriston ozod tashkilotida bo'linki asosan bizda yo'q deyishga bo'ldi. Ya'ni cho'ng bir salohiyat, nupuzmi yo'q, ham imkoniyatmi yo'q. Faqat orzu va plan bor. Shu bo'yicha mangduq. Ba'zi chog'da planlarimiz ma'lum doirada ishga oshdi, ba'zi chog'da ziyonli natijalarga kelib chiqdi. Avval shu. Shuning uchun mayli bizning tashkilotlarda strategiya yo'q deganim shu, umidmi yo'q dedi, qurultoyga emas, ish qilib umumyuzlik chet eldagi harakatlarda strategiya asosan yo'q. Endi hozir bu partiyalar qurilib chiqadi, bu partiyalar balkim strategiyalar tuzayotgandi ular. Yomon davronlarni qilinchiq. Endi buni demoqchi emas, bu yerda o temani o'tirib chiqarish orzuyim yo'q.
yana bizniki hozirgi söhbetimizni anlab qalsa, o qarindoshlarni qullab kelsa, bizning strategiyamiz bor, bo'lmay nim bo'ldi, sen bu strategiyani ko'rmay turib yo'q deb inkor qilamiz. Boshqa bir tushunchada bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun endi o'zimiz bilgan tashkilotlar, o'zimiz faoliyat qilayotgan, to'nib yetgan, chunqur to'nigan tashkilotlarning ichida asosan strategiya degidek bir strategiya, yani plan binasi yo'q demoqchiman. To'g'ri. Abdurrahmonning gapiga bir narsa tushuntirayin, to'g'ri mazmun o'tirib qo'yildi. Endi meyada Abdurrahmon shu gapni qildi, tashkilotlar va biz o'zimiz xizmat qilayotgan organlarning mayli qaysi organ bo'lsin, qarindoshlarimizning o'zimizning tashkilot nizomnomamiz yoki bo'lmasa oylik, yillik planlarimizni strategiya degan olmaydi uchun, masalan, hozir o'xshamagan partiyalar qurilyapti. O partiyalarmi o'zining nizomnomasi bo'lmay bir partiya qurg'un olmaydi endi. Bir tashkilotmi o'zining nizomnomasi bo'lmay tashkilot qurdim delanmaydi. Ham to'liq angim oldig'ini olmaydi, o nizomnoma bo'lmay turib. Endi nizomnomani strategiya davasa qilmaydi-da yani. Ham bu nizomnoma nima degan chaqda, mulatgan chaqda ishki o'zimizning tashkiliy qonuni, masalan, Sharq Turkiston surgun dokumentiningki birinchi g'oyasi mustaqillik hamda. Sharq Turkistonning mustaqilligi birinchi g'oyasi. Masalan, bizning bayrog'imiz o'zgartirilmaydigan moddalar, daxil taruz qilishga bo'lmaydigan moddalar, masalan, bayrog'imiz, bizningki davlat ismimiz, bizning territoriyamiz, bizning mustaqilligimiz. Hamda xizmat planlarimizning ichida bayman deb o'tib ketgandek, eng cho'ng hozirgi eng cho'ng xizmat planimizning birisi nima? Sharq Turkiston surgun dokumenti degan chog'da Amerikada kuchli davlatga, hatto Amerikada 50 necha shtatning hammasi bir davlatdek bir yerda. Hatto har bir shtatningki o'z oldiga qonun bo'lgandek, o'z oldiga sudlari bo'ladi. Shu shtatlarda o'z oldiga qonunlar ilina oladi. Buning bir misoli Trump yeni prezidentlikka chiqqan chog'da 6-7 musulmon davlatningki vizlarini atkaz qilib Amerikaga kirgizmayman dedi, masalan, bir prezident. Ammo xatolashmasam birinchi bo'lib Washington shtatdan, ya'ni bu Amerikada Washington poytaxt bor, yana bir shtat Washington bor. Shtat Washingtonning bu deyman xatolashmasam bir advokat chiqib Trumpningki chiqargan buyrug'ini rad qilib etdi, masalan. Bu bizning shtatning qonuniga uyg'un kelmaydi. Biz qabul qilaveramiz u davlatlarning grajdanlarini vizasi bo'lsa dedi. Ham shunga o'xshash, hamda Sharq Turkiston surgun dokumentinki hozirgi eng biz kallimizni nimamizni kuchimizni mujassamlab ishlayotgan narsa nima degan chog'da Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan to'proqligini Amerikaning bir shtatida bo'lsinmi, yo bir yerda bo'lsinmi, ashuni engaldirish, shuni qabul qildirish. Chunki biz mustaqil o'limiz deyishdan burun bizning ishg'oliyat ekanligimizni e'tirof qildirishimiz kerak birinchi. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan to'proq, ya'ni Sharq Turkiston ishg'ol qilingan to'proq degan narsaga buningda qabul bo'ldi degan gap Sharq Turkistonning mustaqilligi qo'llanildi degan, qabul deymiz, destaklandi degan gap hamda. Shuning uchun biz hozir Sharq Turkiston surgun dokumentining birinchi muddasi Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan to'proq ekanligini har yerda targ'ib qilish, yana birisi Sharq Turkiston bu biz deb o'tib ketgan shu dunyo Uyg'ur qurultayiningki g'alaba qilgan strategiyalarininki birisi bo'lgan Sharq Turkiston ismini yo'qotib, Şinjan deyishni amalga oshiryapti bularni. Amalga oshirib bo'ldi hozir. Masalan, burun Erkin Osiyo radiosi burun Uyg'ur diyori degan bo'lsa, hozir aymanmay Şinjan degan maqolalarni besishga shularning va yaqindala muxbirlardan birisi aymanmay Jungoning Şinjan degan yeridiki degan narsa maqolalarni yozyapti masalan. Hamda Sharq Turkiston surgun dokumentininki asosiy muddalardan birisi hozir nima degan chog'da birisi ishg'ol qilingan to'proq ekanligini e'tirof qildirish Amerikadagi har qaysi o'rinlarga, yana birisi bu davlatning asli ismi bo'lgan, ya'ni bu yerda bir qurilgan va ishg'ol qilingan bir davlat bor, Sharq Turkiston Jumhuriyati degan bu Şinjan deyilish
xata. Masalan, tünügün mening balalarım bir program ishlab chiqaribdi. Ularmi shu oilada bo'lgan gaplardan ta'sir oladi ekan. Masalan, bu to'proqning davlatning ismi bo'lganti, bu davlatning bir ismi bor, ya'niki u bo'lsa Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, buni Xinjiang deyishga bo'lmaydi. Masalan, Xitoylar qo'pib xohlagan narsaning ismini o'zgartirdi. Masalan, agar hozir nima uchun unda Xinjiang demaydi Amerikada, nima uchun Tibet deydi? Nima uchun Tibetni Tibet deydi, bizni nima uchun Turkiston demaydi? Masalan, Tibet degan gapni Xitoylar Xinjiang deydi. Agar Tibet deyish Xitoy bilan Amerika munosabatlariga daxl yetadigan ish bo'lsa, undan so'ng uni Xinjiang deyish kerak-ku Amerikaningki. Buni Xinjiangda ko'ndirganlar yana kim desa bizning shu Uyg'urlar. Yani o aşı öyle ki anda desek oldu mağlup bo'lgan stratejiyasininki o'zlaricha g'alaba qildik degan yeridiki g'alaba qilgan tarafı shu Xinjiangni hamma yerda Xinjiangda aymanmay qo'llangan qilib atgan. Yani şu siyasetning stratejiyasidan kelgan g'alaba ashlarni. Hamda biz buni Sharqiy Turkiston surgun hukumati mushuni yo'q qilishga, yani bu yerda bu Xinjiang deyish logikalik jihatdan xatoligini, siyosiy jihatdan xatoligini ve uningkin bu Xitoylarningki xohlagan narsaning ismini og'zidan tili kelmaganligi uchun. Masalan, qo'pib hozir Washingtonni Washington deydi bular. Masalan, Amerikani Meygo deydi. Undan so'ng Xitoy nima desa shunday atishimiz kerakmi undan so'ng biz? Shuning uchun bu yerda bu mantiq bilan logikalik jihatda, bu mantiq jihatdan Sharqiy Turkiston deb atishi. Chunki endi bu yerda Sharqiy Turkiston deb atishi deganlik nima degan chog'da biz hozir nima uchun shu sahnada Abdurimjon bilan biz o'xshash mazmunda bir niyatda maqsadda gapib o'tira olamiz deganda shu bir o'rnak amaliyotda bizning tashkilotlarga amaliyotda bunda 3 odam o'tag'andek tugan bilan meyda bizning Sharqiy Turkiston davosida o'rnak xarakterlik bir sahna hozir. Abdurimjon bo'lsa izchil holda Uyg'uriston tashkilotininki davosini qilib kelayotgan odam, ammo maqsadi mustaqillik bo'lg'achqa biz bir yerda o'tira olayotimiz hozir. O'tganki sahnada bir yerdan deb o'tib ketdim. Men Sharqiy Turkiston surgunli hukumatida bo'lay yoki u tashkilotda bo'lay yo bu tashkilotda bo'lay, ammo mustaqillik davorimizda nishonimiz bir o'g'ashqa meyada Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb qurilgan bir davlat borki, aşağıda bizga bir dasmiy va xalqaroning oldiga qo'ya oladigan. Shu dasmiyni hozir qo'llanib turib, mustaqilligimizni olaylik, olgandan keyin xalqimiz Uyg'uristondan nima desa, u xalqimizning orzusi. Shuning uchun bu yerda mustaqillikni qo'lga keltirish niyatimiz bir o'g'anlik uchun o'tira olayotimiz. Keşke bütün tashkilotlarni shunda bo'lgan bo'lsa, Bay Abdurimjon degandek, men inson haqlari davosini qilay. Xuddi Tibetliklarga o'xshash Tibetliklarning inson haqlari davosi qildig'ini bor, mustaqillik davosi qildig'ini bor, yoshlar tashkiloti bor, ammo hammasi bir yoqdan boshqa vaqti kelsa. Xudoyim bo'lsa, shunga sizlarga o'xshash mustaqillik ideyasidagi tashkilotlarningki bir yerga kelishi nihoyat muhim bo'lyapti hozir. Xudoyim bo'lsa bu muassasada ishib qolar ham oldimizgi kunlarda mushu temada yana mustaqillik ideyasidagi tashkilotlar nimishqa bir yerga kelmaydi degan temada ayrim suhbat qilamiz qarindoshlar. Bugun hamda strategiya ustida to'xtaldik. Strategiya dunyoning strategiyasi Xitoy bo'lgan tubdan o'zgaryapti. 30 yillik strategiyasi mag'lub bo'lganligini o'zlari e'tirof qilib, yeni strategiya tuzdiganligini oshkora da'vatidi. Ammo biz Uyg'urlarda hozir tabi mushu cho'ng bir strategiyalik o'zgarishga mos keladigan vaziyat va yoki bir strategiya yo'q. Buni qilib bo'lamdi deganda bugun javob topolmaymiz. Uning javobini xalqimizga qo'ydik. Xalqimiz o'ylansin. Xalqimiz nimani qilsak to'g'ri bo'lganligini, mushundaq bir vaziyatga mos holda bir strategiyani o'tirib qo'yib bo'lganligini o'ylansin. Mush yoqda mushu ishga qayrindishimizniki qisqacha o'ylaganlarni qisqacha anglagandan keyin programmani oxirlashtirsak, chunki soat 2 soat 20 minutni ish ketibdi, programma sal uzrab qoldi. Chiqanlarning qisqa bu vaqtdagi o'ylaganlarini anglab, andan keyin programmani oxirlashtirsak.
Qani Abdurrahman. Buludu. Ben de ki günah aldamçı emas, aldanğıcıdımı bar. Günah zalimdilam emas, zalimga sükut qilganlardan bar deydigan nurg'ulg'an felsefi, aqli, hikmetli sözler barki, mush uçur vasıtalarda yamanca körüme. Bulupmu yaşla köperek gibi şundaq fikirlerini təqdim qılıvatıdı. Endi körüp durup, bilip durup, anlap durup, yana sükut qilib, yana qo'llab, yanalam ağıdan mengilverse, buna ümit qarindishimiz yana o'sha strategiya xalqning qalbidagi orzuninki qog'oz yuziga to'kilgan bir jarayoni deganga o'xshash. Mesela endi xalqimiz o'zi bu orzuni agar ko'nglida mustaqillik bo'lsa, haqiqatan biz zulmdan qutulishning o'zi faqat mustaqillik bilan amalga oshidi deydigan mushu haqiqatni tunib yetganlik bo'lsa, albatta ko'ngildagi orzusini o'tirg'i chiqarish lozim. Har bir yakki shaxslar, har bir fidokorlar bu orzusini o'tirg'i chiqarishi lozim, ham maydonini to'liq isbotlashi lozim. Ya'ni mujmal o'ng'ima desab, so'lg'ima desab, ikki qiyiqda pildirlab yurmay, meydan bildirish lozimki, mustaqillik talab qiladigan, mustaqillik uchun kurash qiladigan tashkilotlar ilhomlanib, madadlanib, kuchlanib, ondan keyin bu mustaqillik uchun strategiya tuzib chiqqidek bir iqtidorga ega bo'lsin. Men shuni talab qilmay, qarindoshlardan ko'pchilikdan rahmat. Endi mening oxirida talab qildigan yerim nima degan chog'da xalqimizdan talab emas, umid qildigan yerim. Her birisimiz o'xshamagan tashkilotlarda, hozir o'xshamagan organlarda xizmat qilyapmiz. Hatto bu siyosatning ichida aktiv xizmat qilolmagan qarindoshlarningmi men bu siyosatning ichida bo'lmasam demasligini umid qilaman. Shu vatandagi shu ezilayotgan xalqning, shu zulm ko'rayotgan xalqningki zulm ko'rayotganligida siyosat ip beriyotgan da'voga aktiv qatnashayotganlarning qanchalik majburiyati bo'lsa, da'voga aktiv qatnashmayotganlarning shunchalik majburiyati va shu iqiyotgan qonlarda. Endi bu yerda men bilmasam, men qilolmasam desangiz, ya'ni men butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga, Uyg'urlarga shuni deyman. Tilingiz yo'q bo'lsa, til bildigan birisidan yordam so'raysangiz, suyunib turib qilib turadi, vatanparvar birisi bo'lsa. Yani birisi hazır Google degende bu tercümanlık degan bek oson narsa. Uyg'urchasini yozsangiz, inglizcesini chiqarib beradi. Bu siyaset degan chog'da biz bu yerda roman yozib sotamiz demagandan keyin, Amerikaning siyosatchilarimiz sizning grammatikingizga ya bir pash chekitni unutilib qolganiga diqqat qilmaydi, mazmuniga diqqat qiladi. Shuning uchun bu yerda to'xtamay o'zimizning mustaqillik talab qilganligimizni agar deb qo'yayrim, agar shu mustaqillik ruhi mushu xalqim, bizning vatanimiz ishg'oliyatdan qutulmay turib, bundaq zulmlar har 10-15 yilda yana bo'ladi. Mayli Xitoy Xitoy qaraga o'zgarsa, qarisi ko'kka o'zgarsimi, yana o'xshashli bu zulm davom qiladi. Biz Uyg'ur bo'lganligimiz o'zi Xitoy uchun bir jinoyat deganni his qilgan bir Uyg'ur bo'lsa, eng bo'lmaganda, masalan, bu Tahir Emin Uyg'uriyan Washingtondagi bir nimani o'ttirga bir nimani chiqadi. Har qaysinglar o'zinglarning az deganda bir yig'iz bir videoni ishlanglar dedi. Ham bu yerda buni texmi oddiylashtirib men deb bir videoni ishlash tasgasa va yuzimni ko'rsatgim kelmadi deydigan qarindoshlarimiz bor. Yoki men so'zlashni toza yaxshi ko'rmadim, so'zlamayman deydiganlar bo'lsa, Mao kompüter degan narsa hozir qo'l telefondan yozgan oldu bir cümle, bir abzas. Ben ismim falonchi, men falon shtatning falon yerda yashaydigan falon davlatning Amerikaning grajdoniman. Har qaysi odam o'zining davlatida. Shu davlatdagi shu o'zining millat vakillariga, shu davlat hukumatlariga xat yozish haqqi va har bir grajdonninki, qonunli grajdonning xat yozish haqqi va xat yozgandan keyin kechikkanda 2 hafta ichida javob keladi agar ishonmasangiz. Men shuni yezib bir abzas narsani yozolmasangiz, ya'ni qarindoshlarimizga deyapman, yozolmasangiz, menga shundoq yordam qil desa, har bir vatanparvar bir Uyg'ur yordam qiladi. Shu bir jumla narsani men Uyg'ur, Sharq Turkistonlik Uyg'ur, men falon shtat yashayman, mening orzuyim Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi deb shu hukumatning senatorlariga yezish o'zi bir inqilob hozir.
Bu bekorlik inqilob. Hamda jafomi ketmaydigan. Shu televizorda Turkiyaning deyizini ko'rib o'tganning o'rniga bir qism deyizini kam ko'rib, "Ani yezversangiz bo'ladi." Bu bir qiladigan inqilob. Hozir yana birisi hamda mau aldamchilikqa ko'nib qolgan o'g'rini tuzash bak tasir bo'ladigan narsa uchun aldamchilikqa ko'nib qolgan odamlar yana aldamchilik bilan yana xalqimizning beshini qaymoqtirib ketish ehtimoli bak yuqori bo'ldi. Shuning uchun bundan keyin tarixiy aldamchilik bilan kelayotgan tashkilotlarningki biz strategiyamizni tuzib bo'ldik deb chiqsa ishinib qolmanglar qarindishim. Ishinib qolmaslik kerak degan yerim nima degan chog'da biz strategiyani tuzib bo'ldik deb eg'izaki Uyg'urga yanala biz mustaqillik talab qiladigan strategiyani tuzdik deb chiqarib qo'yish mumkin. Amaliyotda Amerikaningki siyosat sahnalariga opirib biz şu Xitay işçiden parçalanıp demokratiyaga o'tsa, aşılarning orasida bir parçop yaşashga rozi deb avtonomiyaga rozi bo'lib ketishi mumkin bular. Shuning uchun strategiyani bayonot orqali e'lon qil deyish kerak. Transparency deydigan bizning ochiqlik, xalqqa ochiq. Endi bu yerda Xitoyga biz strategiyalarimizni bularning aldamchining banasi to'la deb Xitoyga bizning uchun bizning strategiyalarimizni oshkorlab beradiganmiz biz nimaga sosyal mediaga chiqib deyish mumkin. Vatanning ozodligini uch oshkor deyishdan boshqa nimamiz bor bizningki? Bizning strategiyamiz shu, vatanning ozodligini, mustaqilligini talab qilaman deyishdanmi agar Xitoy anglab qoldi deb qo'rqsang, undan uying kirib asta uxlab qolsang bo'ladi. Shu. Shuning uchun ochiq oshkora xalqimiz so'rash kerakki o'zining tashkilotlaridan xalq olamning oldida butun dunyoda mediada o'zining bayonot e'lon qilib ko'rsat bizga shu nimani. Inglizcha, Uyg'urcha degan vaqtida yog'anchilik qilmaydi bir, chunki mana to'rlarda arxiv saqlanadi bu. Va bu Xitoygami mana aytgan chog'da eng og'ir zarba shu yerdan keladi. Uyg'ur Sharq Turkiston xalqining asosi nishonning mustaqil ekanligi amaliyotda Xitoyning eng qo'rqaydigan yeri bizning shu qalbimizning ichida saqlanib qolgan mustaqillik orzusidan qo'rqaydi Xitoy. Bo'lmasa nimamiz bor bizning qo'limizda? Oldu, rahmat qarindoshlarim. Bugun strategiya to'g'risida taqdim bilginimizcha tapaqtuq. Buni to'g'ri ko'rgan qarindoshlarimiz doğrusunu qabul qilib, xatosini tuzitib bersa xush bo'lamiz. Oxirida ishqonlarning yana 2 soat ortiq vaqtlarni ajratib ekranimizda mushu temada birga bo'lganlar uchun ko'p rahmat. Oxirida yana deydiganim Xitoyning virusidan ogohlanib bo'laylik, salomat bo'laylik qarindoshlarim. Yana bir ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet. Rahmat, Allohga emanet. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindishim, bu kech sizdan emas. Huzuringizda hikmatli so'zlar. Kutishingga loyiq odam bo'lsalar, saqlash go'zaldir. Bosh ko'tarish uchun bir mezgil bosh cho'kirish kerak. It bilan ilishib it bo'lma. Agar ilishsang, yo'lvas bilan ilish. Ya sunsun bilak yoki cho'ng'aysin yurak. Shamol qayoqqa kuchli chiqsa, shu yoqqa yurganni axlat deymiz. İnsanlar güllərinin arasında tikanlarning bo'lganligidan shikoyat qilguncha, tikanlarning arasida gullarning yaratilganligiga shukr qilishi lozim. Kishi o'zining kim ekanligini bilmoqchi bo'lsa, kimlarni sevganligiga qarasin. Qilishga tegishli yaxshi, foydali ishlarni ertaga qo'yma. Erta bo'lishi, lekin sen ertaga chiqamay qilishing mumkin. Kema qirg'oqda eng bexatar. Ammo kemaning vazifasi bu emas. Haq so'zni qilishga qodir bo'lamasang, nohaq so'zga bo'lsa-mu chavoqchanma. Bulg'angan muhitda uzun turgan kishining sap havoda besh og'riydi. Kun ko'ray desang, kundan burun
o'rningdan tur. Hurmatli qarindoshim, bu aqalliya so'zlardan azroq bo'lsa-mu bahra olsangiz, mening xushlig'im shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata anan telmürüb, gözleriga yaş ile, süygünün tenha kaldı, kollarını şinletip, oğul kızın mı kaldı? Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular, ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi jumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir, birni ishga etelmay, ne düşürdün tentirab, texi uyga yetelmay. Dua qilib so'rayli Allohdan amonlikni, yo'l düşürgen musofir ko'rmasin yomonlikni. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar. Namım ulug' hey Allah, dua qilib so'rayman, yo'ldagi musofirni omonlig'ini tilayman. Amin.